Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Charchamayapsizlarmi? Demak, ovozim eshitilyaptimi? Video ko'rinyaptimi? Yaxshi, videoyam ovozim zo'r. Rahmat kattakon Oybekdil aka. Demak, ozgina kuttirib qo'ydik. Uzr so'rayman. Soat 11da boshlashimiz kerak edi, chunki ishtirokchilar balkim ko'pchilik kiradi deb kutib turdik ozgina. Demak, hurmatli hamkasblar, ismim Dilshod bo'ladi. Elifarm Team o'quv markazida GXP bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlayman. Bugungi vebinarimizda men olib boraman. Elifarm Team haqida sizlarga ikki og'iz gapirib o'tsam ruxsatinglar bilan. Elifarm Team jamoasi hozir mikrofonda o'chirib turamiz. Chunki hozir mikrofonni o'chirishga vaqtimiz ketishi mumkin. Demak, Elifarm Team o'quv markazi 2023-yil tashkil topgan. Hozirgi shu paytgacha 500 dan ortiq mutaxassislar GXP sohasi bo'yicha o'qitib, malaka oshirganlik haqida sertifikatlarini topshirganmiz. Demak, shu paytgacha yetakchi kompaniyalar bilan birgalikda hamkorlik qilib, ularni mutaxassislarini malakasini oshirib kelib, ular bilan hamkorlikda qilib kelmoqdamiz. Ularga masalan hamma biladigan Radix, Immunomed, Akmal Farm, Meros Farm va boshqalar. Bizning o'quv markazimiz yosh bo'lishiga qaramasdan, lekin unda ishlaydigan mutaxassislarimiz ancha yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar hisoblanadi. 20 yildan ortiq, 10 yil, 20 yildan ortiq farm sohada ishlab kelgan mutaxassislarimiz ushbu o'quv kurslarimizni tashkillashtirib sizlarga taqdim etib kelmoqdamiz. Demak, hurmatli hamkasblar, bugungi vebinarimizga prezentatsiya bilan demak, leksiya tayyorlaganmiz. Vebinarimizni 1 soatga mo'ljallaganmiz o'tishini. Vebinarda asosan bugun GPP ning asosiy tamoyillari, GXP dagi o'rni, standart bo'yicha binolarga, hujjatlarga va xodimlarga qo'yilgan talablar bo'yicha prezentatsiya tayyorlaganmiz. Sizlarga taklif bilan chiqmoqchiman. Vaqtdan yutish maqsadida agar kimda kim faqat savol-javob tarzida o'tkazaylik, bizlarni qiynab kelayotgan savollarga javob topish uchun keldik desanglar, prezentatsiyani qilmayman-da, faqat savol-javob shaklida o'tkazishimiz mumkin. Agar yo'q, prezentatsiyani qilavering deydigan bo'lsanglar, prezentatsiyani boshlaymiz. Nima deysizlar, hurmatli hamkasblar? Fikrlaringlarni bildirib qolinglar, iltimos shunga qarab davom etamiz. Yo savol-javob qilamiz yoki prezentatsiyani eshitamiz. Qaysi biri sizlarga ma'qul? Bemalol chatda yozishinglar mumkin yoki mikrofoninglarni yoqib aytishinglar mumkin. Prezentatsiyani eshitib, savollar bo'lsa, keyin yana davom etsa bo'ladi, ustoz. Demak, rahmat kattakon. Hamma shu fikrdami? Demak, prezentatsiyani boshlasak bo'ladi. Rahmat. Demak, bugungi vebinarimiz hali yuqorida aytganimdek GPP ga bag'ishlangan. GPP ning asosiy tamoyillari, GXP bo'yicha gaplashamiz. O'zi sizlar savol berishinglar mumkin. Nima uchun dori vositalari va tibbiy buyumlar aylanmasi qonunchilik orqali tartibga solinishi kerak, qonunchilik orqali nazorat qilinishi kerak degan narsa. Demak, dori vositalari va dorixonadagi boshqa buyumlar odamlarning hayoti va salomatligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Albatta, agar odamlar bunda dori vositasini noto'g'ri qabul qilsa yoki me'yoridan ortiq qabul qilsa, agar dori vositasi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va ushbu salbiy ta'sir ko'rsatish ommaviy holda ham tus olishi mumkin. O'zi umuman olganda GXP ni kelib chiqishiga bo'lgan bitta fojia bor. Buni farmatsevtlar juda ham yaxshi bilsa kerak. 1950-yillarda Germaniya ishlab chiqaruvchilari tomonidan, germaniyalik ishlab chiqaruvchilar tomonidan talidomid degan dori vositasi ishlab chiqarilgan.
Talidomid dori vositasini ta'sir doirasi asosan uyqusizlikka chalingan kasallarga mo'ljallangan bo'lib, keyinchalik ishlatilishi natijasida kelib chiqqan yana bitta xususiyati aniqlanganki, infeksionist homilador ayollarda toksikozni yengil kechishga yordam berishi aniqlangan va bu homilador ayollar orasida juda ham keng tarqalgan. O'sha Germaniyada 1950-yillarda. Qo'llanish natijasida o'sha homilador ayollar talidomid dori vositasini qo'llangandan keyin tug'ilgan bolalar nuqsonliklar bilan tug'ilishni boshlagan. Ya'ni ularda qo'l, oyoq, nogiron farzandlar tug'ilishga kelib chiqqan va buni surishtirish natijalari olib borilgandan kelib aniqlansaki, bu talidomid dori vositasini yon ta'siri, ya'ni противопоказанияsi kelib chiqqan bu homilador ayollarda shunaqangi ta'sir kelishi. Shundan so'ngra dori vositasini tekshirish judayam qattiq kontrolga olingan. Har bitta bosqich dori vositasi tekshirish yo'lga qo'yilgan. Bu birinchi bo'lib Amerikada FDA tomonidan yo'lga qo'yilgan hisoblanadi. Demak, bizada ham yaqinda bo'lib o'tgan Dr. Max voqeasi hali hammani yodida bo'lsa kerak. Demak, dori vositasini sifati qay tarzda o'zgarganini bemor va shifokorlar afsuski 100% aniqlay olmaydi. To'g'ri, ular aniqlashi mumkin. Masalan, tabletkalarni maydalanib ketganidan ko'rish mumkin yoki suyuqlik, inyeksiya yoki infuzion rastvorlarni rangi o'zgarganidan, demak buni sifatida o'zgarish borligini ko'rishingiz mumkin. Faqat tashqi tarafdan vizual nazorat ostida ko'rish mumkin, lekin uni ichki tarafidan sifatini o'zgarganligini bemor va shifokorlar aniqlay olmaydilar. Dori vositasini demak ishlab chiqarish jarayonida, masalan bitta dori vositasi ishlab chiqarish jarayonida 50 mingta ishlab chiqarildi desak, o'sha 50 mingtani ma'lum bir formulaga asosan destruktiv nazorat asosida, ya'ni tanlab olinganish natijasida dori vositalar tanlab olinadi hamda o'sha zavodni laboratoriyasida ma'lum bir me'yoriy hujjatlarga asoslangan holatda laborator tahlillar o'tkaziladi. O'sha tanlab olingan qaysidir miqdordagi dori vositasi tekshirilib, o'sha me'yoriy hujjatga mosligi tasdiqlangandan keyin butun bir partiyaga ruxsat etiladi sotilishiga. Shundan ko'rinib turibdiki, dori vositasini butun bir partiyasini 100% tekshirishlik imkoniyatini o'zi yo'q. O'shaning uchun har bitta dori vositasi tekshirilayotganda ishlab chiqarilib to oxirgi iste'molchiga yetib borgunga qadar nazorat ostida bo'lishi kerak. Ushbu navbatdagi slaydda dori vositasi va tibbiy buyumlarni umumiy harakat logistikasini, sxemasini tarzida ko'rsatganmiz. Demak, dori vositasi yaratilganda albatta laboratoriyada yaratiladi, keyin tadqiqot natijalari o'tkaziladi. Tadqiqot natijalari yaxshi chiqqandan keyin ishlab chiqarilishga beriladi. Ishlab chiqarilgandan keyin yuqorida aytganimizdek albatta sifat nazorati ham tasdiqlagandan keyin davlat ro'yxatidan o'tiladi. Har bitta dori vositasini registratsion udостоверенияsi bo'ladi. O'sha registratsion udостоверенияni qo'lga kiritgandan keyingina sotishga ruxsat etiladi. Xo'p, boya aytganimizdek GXP o'zi bu nima? GXP dori vositasini ishlab chiqarishdan boshlab, ya'ni yaratilishidan boshlab toki iste'molchiga bo'lgan har bitta jarayonni nazorat qiladigan yaxshi amaliyot hisoblanadi. Ya'ni X harfi bu yerda o'sha jarayondan kelib chiqqan holatda o'zgarib boriladi. Ya'ni GLP, GCP, GMP, GSP, GDP, GPP. Bu yerda ko'pincha sizlarga tanish bu GMP, GDP. GMP ya'ni ishlab chiqaruvchilar. Ayni paytda O'zbekistonda hamma zavodlar GMP sertifikatiga ega. GMP sertifikatiga ega bo'lmagan ishlab chiqaruvchilar dori vositasini ishlab chiqarishga haqlari yo'q. Keyingi GDP bu distribyutorlarda albatta bo'lishi kerak. Siz o'z faoliyatingizda dori vositasini qaysidir distribyutordan sotib olayotganingizda albatta ularda GDP sertifikati borligini so'rashingiz shart bo'ladi. Endigi bu zvenoda GPP ya'ni yaxshi dorixona amaliyoti. Bu aptekalarga taalluqli standart hisoblanadi. Ushbu sxemadan ko'rinib turibdiki, hozirda yana bitta standart bizda ishlab chiqarildi. GVP bu farmakonazor, ya'ni dori vositasini iste'molchi olgandan keyin ta'sirini o'rganadigan, masalan, qanaqadir yomon ta'sir bo'lsa, o'sha GVP ga bo'yicha ishlar olib boriladi. Demak, bu sxemadan ko'rinib turibdiki, GPP ya'ni dorixona iste'molchi bilan ishlab chiqaruvchilar orasidagi bevosita ko'prik hisoblanadi. Demak, iste'molchi dori sotib oladi dorixonada.
Agar dorixonadan sotib olingan dorini qanday yomon ta'sir qilsa agar, birinchi navbatda o'sha sotib olgan dorixonaga boradi. Mana bu dori menga yomon ta'sir qildi deb. O'shaning uchun dorixonalarda GPP standartining bo'lishi juda ham muhim hisoblanadi. Demak, GPP bu O'zbekistonda umuman olganda GPP standarti birinchi 2016-yilda tatbiq etildi. U paytlar asosan davlat dorixonalarida tatbiq qilinishni boshlangandi. Keyingi hozirgi yangi standartimiz 2024-yil 26-iyundan boshlab kuchga kirdi. Demak, mazkur standart dorixona xodimlari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan farmatsevtika xizmatlarining yuqori darajadagi sifatini ta'minlash maqsadida ishlab chiqarilgan. Demak, farmatsevtika xizmatlari deb bu yerda standartni o'qigan bo'lsanglar, juda ham ko'p urg'u berilgan xizmatga. Demak, bu yerda nafaqat dori vositasini sifatli saqlab, sifatli realizatsiya qilish, balki sifatli farmatsevtika xizmatini ham ko'rsatishimiz standartda birinchi qo'ygan talabi hisoblanadi. Demak, hozirdagi amaldagi o'zimizda standart, o'zimizda 140/2024 quyidagi bo'limlardan iborat hisob bo'ladi. Demak, bugungi siz bilan vebinarimizda gaplashamiz asosan bino va jihozlarga qo'yilgan talablar, hujjatlarga qo'yilgan talablar hamda xodimlar bilan standart talablari bo'yicha qanday ishlashimiz keragicha qisqacha gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Dorixonada demak sifat tizimini joriy qilish bo'yicha xodimlarning faoliyati. Har bitta soha bor, bu nafaqat dorixonada yoki farmatsevtikada, har bitta sohada o'sha sohani rivoji albatta o'sha sohada ishlaydigan xodimlarga bog'liq. Xodimlaringiz qay tarzda, qanchalik kompetentni, ya'ni malakasi yuqori bo'lsa, sizni ishingiz shu darajada yengil kechadi. Demak, standartda ham bu narsaga juda katta urg'u berilgan. Standartni 5 bo'limida dorixonada tegishli sifat tizimini joriy etish va ta'minlash xodimlarga bog'liq deb ko'rsatilgan. Ko'pchilik o'ylaydiki, ko'pchilik biz bilan ishlayotgan dorixonalarda shunaqa fikr borki, sifat bo'yicha mas'ul shaxsim bor yoki dorixona mudirini o'zi qilsin, farmatsevtlar biz chekkada turamiz deganlari ham uchradi. Yo'q, bu noto'g'ri. Har bitta dorixonada sifat tizimini joriy qilish butun bir jamoaga bog'liq. U tarmoqli dorixona bo'ladimi yoki tartibdagi dorixona bo'ladimi? Har bitta jamoadagi har bitta xodimga bog'liq. U uboristadan tortib dorixona mudirigacha har bittasini o'zini vazifasi bor standart talabi bo'yicha. Demak, dorixona mudiri tomonidan sifat tizimini joriy etish va ta'minlash uchun sifat tizimi uchun mas'ul shaxs tayinlanishi kerak ekan. Sifat tizimini joriy etish, boya yuqorida aytdim, hammani butun bir jamoani vazifasi, lekin o'sha sifat tizimini ko'rgilik qilish, ya'ni boshqarib borish uchun alohida bitta xodim tayinlashingiz kerak. Ko'pchilik dorixonalarda dorixona mudiri ikkita vazifada o'tiribdi, ham sifat tizimi bo'yicha ham dorixona mudirligini bajarib yuribdi. To'g'ri qilsa bo'ladi, agar bunda faqat ishni hajmi qiynalib qolmasa, agar ishni hajmini boshqarishda qiynalib qolmasa, bu narsaga ruxsat etilgan hisoblanadi. Demak, standartda yozib qo'yilgan sifat tizimi uchun mas'ul shaxs farmatsevtika sohasiga oid ta'limi va tegishli malaka, tajriba va bilimga ega bo'lishi kerak deb belgilab qo'yilgan. Bu narsaga e'tiboringlarni qaratishni xohlardim. Farmatsevtika sohasiga oid ta'limi deyilgani hozirda mutaxassislarni aynan shu sifat tizimida ishlagan, sifat tizimini joriy qilishga qarashadigan mutaxassislar yetishmayotganligini inobatga olgan holatda agentство tomonidan boshqa sohadagi mutaxassislarni sifat tizimi bo'yicha ishlashiga ham ruxsat berib kelishmoqda va bu narsada masalan hamshiralar, vrachlar, biologlar, kimiklar, umuman olganda sohaga yaqin bo'lgan mutaxassislar va sifat tizimidan xabari bor bo'lgan odamlar sifat tizimi bo'yicha mas'ul shaxs etib tayinlansa, inspeksiyadan muvaffaqiyatli o'tib sertifikatni olib kelishmoqda. Shu narsaga e'tibor beringki, sifat tizimi bo'yicha mas'ul shaxs nafaqat o'sha tegishli bilim, tajribaga ega bo'lishi hamda qattiqqo'l bo'lishi kerak, chunki hozir standart bu dorixonalar uchun juda ham yangilik hisoblanadi. Ko'pchilikda tushunmovchiliklar juda ham ko'p. O'shaning uchun qattiqqo'lroq odam bo'lsa agar, xodimlardan o'sha standart talablarini bajarishni talab qilib, hamda ularga yordam berishni ham yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Demak, standartda yana aytiladi, barcha farmatsevt xodimlari belgilangan tartibda o'z malakalarini davriy ravishda oshirib borishlari yuzasidan o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini davriy ravishda baholanib, hujjatlashtirib boriladi deyilgan. Demak, juda ham ko'p bu mavzu bo'yicha bizga savol kelib tushadi. Yaqinda biz o'zimizning ijtimoiy tarmoqlarda ushbu savolga video orqali javob berdik. Yana ko'rganlar bordir, oranglarda ko'rmaganlar bordir. O'shaning uchun yana bir marta eslatib o'tirmoqchiman.
Demak, bunga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-maydagi 43-10 qarorining 6-ilovasida yaqqol yozib qo'yilgan. Hop, oliy ma'lumotli tibbiyot xodimlari va farmatsevtlar har 5 yilda 288 kreditni, ya'ni soatni yig'ishi kerak. O'rta maxsus ta'limni bitirgan farmatsevtlar esa agar 180 soatda yig'ishi kerak deyilgan. Endi hozir yana ko'pchilikda savol beryapti, mayli, o'rta oliy ma'lumotli mutaxassislar tushunarli. 144, 288 soatdan 144 ni oliy muassasada, qolganini kurslarda malaka oshirib 36 soatda yig'ishimiz kerak. O'rta maxsus qanday qilinadi degan savol ham tug'iladi. Demak, bunga javob beramiz. Agar siz oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lsangiz, допустим, masalan, siz 2025-yil mutaxassis, oliy ma'lumot 2025-yil oliy institutni tugatdi. 2026-yildan boshlab 2029-yilgacha har yili kamida bir marta 36 soatdan kam bo'lmagan miqdorda malakasini oshirib kelishi kerak va 2030-yili 144 soat malakasini oshirish uchun oliy ta'lim muassasasiga murojaat qiladi. Agar farmatsevt o'rta ta'lim muassasasini, demak, 2025-yilda tugatadigan bo'lsa, 2026-yildan boshlab har yili 36 soatdan yig'ib boriladi. Hozirgi paytda o'rta maxsus farmatsevtlarni 144 soatda o'qitish, sertifikat beradigan tashkilotlar yo'q. O'shaning uchun litsenzion organ 36 soatlik sertifikat bilan litsenziyani berishyapti, uni o'tkazishyapti, shunga qarayapti. Xo'p, undan tashqari farmatsevtlaringizni o'sha sifat bo'yicha mas'ul shaxs ichki o'qishni tashkillashtirishi kerak. Ichki o'qish tashkillashtirganda albatta yillik dars jadvalini tuzish kerak. O'sha dars jadvaliga muvofiq farmatsevtlarni, hattoki uborщицani ham ichki o'qitishni tashkillashtirish kerak. Ichki o'qish tashkillashtirgandan keyin o'quv dasturi tashkillashtirilishi kerak. O'quv dasturi asosida o'qitilib, ma'lum bir miqdorda qanaqa test yoki og'zaki savol javobmi yoki ish joyida qanaqa ish yuritayotganini ko'rgan holatda baholab bayonnoma, ya'ni bayonnoma shakllantirish kerak bo'ladi. Albatta, ichki o'quvni tashkillashtirganda siz hujjatlashtirib qo'yishingiz kerak. Agar hujjatlashtirmasangiz, u inspeksiya xodimlari tomonidan tan olinmaydi. Yana bitta narsani esdan chiqarish kerak emas, inspeksiya paytida sizni inspektorlar dorixonada kelganda to'g'ri sertifikatni ko'rsatib yetadi. Sertifikatni ko'rsatishdan tashqari xodimlaringiz bilan standart, ya'ni GPP standarti bo'yicha bilimlarini og'zaki suhbat orqali baholaydi. Buni siz qanday amalga oshirasiz? Demak, har bitta jarayon uchun standart operatsion jarayonlar yozgan bo'lishingiz kerak. Ishchi xodimlaringiz ishchi lavozimi yo'riqnomasi yozasiz. O'sha bo'yicha o'zingiz har bitta xodimingizni o'qitib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, undan tashqari har bitta tashkilot tashkiliy tuzilmasini yozib tashkillashtirish kerak. Tashkiliy tuzilmada korxona bo'limlarining miqdoriy va sifat tarkibini belgilovchi va ularning bir-biri bilan o'zaro munosabatini tartibini sxematik tarzda aks ettiruvchi hujjat hisoblanadi. Demak, navbatdagi slaydda biz misol tariqasida keltirganmiz, tashkiliy tuzilma qanday ko'rinishda bo'lishi. Har bitta dorixona o'zini dorixonasidan kelib chiqqan holatda tashkiliy tuzilmani xuddi shu tarzda sxematik tarzda yozib chiqadi va albatta bu tashkiliy tuzilmani dorixona mudiri tasdiqlashi va pechat qo'yishi kerak bo'ladi. Bu nima qulaylik joyi bor? Tashkiliy tuzilmadan ko'rinib turadi, qaysi bo'lim rahbariga bo'ysunishi, kimga bo'ysunishi ko'rinib turgan, yaqqol ko'rinib turadi. Bu ish boshqarishda dorixona rahbariga juda ham qulay hisoblanadi. Demak, standart talabi bo'yicha har bitta xodim o'zini vazifasidan kelib chiqqan holatda standart talabini bilishi kerak. Допустим, o'quvchisangiz o'ziga taalluqli sopda o'qib chiqib, tanishib qo'ygan bo'lishi kerak va o'sha sopda yozilgan tartibda tozalash ishlarini olib borishi kerak. Farmatsevtingiz ham xuddi shu tarzda o'ziga tegishli tartibda, masalan, dori vositasini qabul qilishda ishtirok etadimi? Ishtirok etishi o'sha sopda yozilgan bo'yicha qilish kerak. Ularni farmakoterapevtik guruhlari bo'yicha savdo zalida joylashtirish kerak. Tibbiy buyumlar bilan dori vositalarini alohida taxlanishini nazarda tutgan holatda taxlash kerak. Umuman olganda, standart talablari bo'yicha har bitta xodim hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, boya yuqorida aytdim, har bitta xodimingizga lavozim yo'riqnomalarini yozishingiz kerak. Lavozim yo'riqnomalarini yozib, har bitta xodim ushbu lavozim yo'riqnomalari bilan tanishib chiqishi kerak. Demak, lavozim yo'riqnomasida
xodimni majburiyatlari, vazifalari, huquqlari keltirilgan va har bitta xodim ushbu lavozim yo'riqnoma bilan tanishib, qo'l qo'ygan bo'lishi kerak. Demak, xodimlarga taalluqli bo'lgan gaplarimiz qisqacha shular edi. Demak, eng asosiysi dorixona xodimlari o'ziga tegishli vazifani standart talablaridan kelib chiqib bajarishlari va standart talablariga rioya qilishlari kerak. O'zida yozilgan sulhlar va yo'riqnomadan tashqariga chiqmagan holatda va albatta malakasini oshirgan xodimlar bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. U tashqi, masalan, albatta yuqorida esdan chiqib ketibdi, sifat uchun mas'ul shaxs, albatta GPP bo'yicha malakasini oshirgan va sertifikat bo'lishi shart. Sifat uchun mas'ul shaxsda. Demak, endi GPP bo'yicha bino va jihozlarga qo'yilgan talablarga keladigan bo'lsak, standartda ham 0071/24 Sampinda ham bino va jihozlarga talablar yaqqol ko'rsatib o'tilgan. Demak, dorixonada dori vositalari va tibbiy buyumlarni shunday saqlashimiz va realizatsiya qilishimiz kerakki, ularni sifatini va xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Buni ta'minlash uchun albatta mos bino, asbob-uskunalar va jihozlar bilan albatta ta'minlangan bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, dorixonalar uchun zarur xonalar ro'yxatini taqdim etamiz. Bunda albatta savdo zali bo'lishi kerak, omborxona bo'lishi kerak, termomobil dori preparat saqlash xonasi. Bu asosan tarmoqli dorixonalarga tegishli yakka tartibdagi dorixonalar, bunda xolodilnik, ya'ni sovutgich nazarda tutilmoqda. Xodimlar xonasi va hojatxona bo'lishi kerak. Undan tashqari, hozirda inspeksiya paytida juda ham ko'p uchrayotgan muammolardan biri bu dorixonani yuridik manzilini kadastr manziliga mos kelmasligi. Birinchi navbatda ishni shundan boshlash kerak. Chunki biz bilan ishlayotgan dorixonalarning 95% shu muammo bor. Va bu muammoni hamma har xil hal qilyapti. To'g'ri, vaqt miqdorida aytmoqchiman. Kimdirlar bir oyga cho'zilib ketyapti kadastrdagi manzilni to'g'irlashga, litsenziyadagi manzil bilan birga. O'sha narsaga e'tibor berish kerak. Hamda dorixonaga kirishda Sampinda yozib qo'yilgan o'sha agar dorixonangiz sal yuqoriroq zinalar bilan joylashgan bo'lsa, albatta pandus bo'lishi kerak nogironlar aravachasi uchun. Uni ham o'ziga yarasha talablari bor. Ya'ni 1 metr kenglikda, agar ja bo'lmasa 0,9 metr kenglikda ruxsat etilgan. Undan tashqari ushlaydigan ushlagichlar bilan jihozlangan bo'lishi kerak 0,7-0,9 metrlikda. Ularni hammasini nazarda tutishingiz kerak. Albatta dorixonaga kirayotganda dorixonani yuridik maqomi yozilgan taxta, ya'ni peshlavha, uni ish vaqti hammasi ko'rsatilgan bo'lishi shart. Inspeksiya paytida albatta bu narsaga e'tibor beriladi. Demak, tampin talabi bo'yicha xonalarda kvadrat metrini ko'rsatib o'tganmiz. Havariylar bor. Yaqinda Sampinni 2-ilovasiga o'zgartirish kiritildi. Oldin Vazirlar Mahkamasining 80-qaroridagi o'lchamlarga mos kelmayotgandi. Ikkalasi 2 xil edi. Hozir ikkalasini bir xil qilib qo'yishdi, lekin umumiy jami o'zgargani yo'q. Shunda demak, filiali yo'q yakka tartibdagi dorixonalar 34 metr kvadratdan kichik bo'lishi kerak emas. Tarmoqli dorixonalarning asosiy dorixonasi 50 metr kvadratdan kichkina bo'lishi kerak emas. Hamda filiallar 34 metr kvadratdan kichkina bo'lishi kerak emas. Tizma ko'rinishida ham taklif qilganmiz. Bu yoqda savdo zalini 16 metr kvadrat deb o'rtasidan chizib qilganimiz. Demak, yarmi 8 metr kvadrat bu mijozlar uchun joy ajratilgan bo'lishi kerak, yarmi xodimlar uchun. Bu hammasi minimal talab. Dorixona o'zini binosini kelib chiqqan holati bundan kattaroq qilishi mumkin agar iloji bo'lsa. Keyin yana ko'pchilikda savol tug'iladi. Bizga kelayotganda dorixonada aytilgan, demak, ikkita eshik bo'lishi kerak. Birinchisi bu mijozlar qabul qiladigan, ikkinchisi bu dori vositasini qabul qiladigan eshik bo'lishi kerak. Lekin ko'pchilik dorixonalarda bunga iloji yo'q, chunki binoni tuzilishi shunaqa bo'lib qolgan. Bitta eshik bilan beriladi. Lekin bu asosan litsenzionni talab hisoblanadi. Asosan litsenzionni talab ikkita eshik bo'lishi. Iloji boricha ikkita eshik qilingan ma'qul. Iloji bo'lsa yana bitta eshik ochish kerak bo'ladi dori vositasini qabul qilish jarayonida. Agar uni umuman iloji bo'lmasa bitta eshikdan qabul qilishingiz mumkin. Faqat buni hujjatlarda rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, SOP yozasiz, dori vositasi va
dorixona assortimentidagi boshqa mahsulotlarni qabul qilish degan so'z yozasiz. O'sha qabul qilish tartibida dori vositasini qaysi eshikdan qabul qilishingiz. Agar bitta tartib bo'lsa agar, unda grafik tuzasiz. Masalan, dori vositasini ertalab soat 10 dan 11 gacha qabul qilaman yoki kechki payt soat 16 dan 17 gacha qabul qilaman degan grafikda albatta ilova tarzida o'sha sulbda kirgizasiz va ushbu grafikda o'sha qabul qiladigan joyda o'sha eshikka ilib qo'yasiz vaqtini ko'rsatib. Va albatta dori vositasini qabul qilayotgan paytingiz bu bitta eshikli dorixonalarga tegishli bo'lgan gap. Savdo jarayonini to'xtatib turasiz, kontaminatsiya bo'lib ketmasligi uchun. Chunki dori vositasi qabul qilayotganingizda siz uni karantinga joylashtirib turasiz. Agar qanaqadir ikkilanish holati bo'lsa yoki yaroqsiz dori vositasi kelishi mumkin, uni har bittasini tekshirib ko'rasiz. To'g'ri, har bitta dorixona o'zini faoliyatidan kelib chiqib har xil ob'yomda dori vositasini qabul qiladi distribyutorlardan yoki ishlab chiqaruvchilardan. Shunga ko'ra siz baribir ish jarayonini to'xtatib, mijozlarni kelishini o'sha paytga to'xtatib turishingiz kerak bo'ladi. Demak, standartda yozilishicha xonalarga jihozlar bajariladigan funksiyalarga mos keladigan tarzda va kontaminatsiyaga aralashib ketish xavfi minimallashtirilgan holda joylashtirilishi kerak. Bunda demak, sizda jihozlaringiz, masalan, sovutgichlaringizda shunday joylashtirish kerakki, iloji boricha savdo zalini xodimlar turgan xodimlar turgan joyda joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Birinchidan, bu xodimlaringiz uchun qulaylik. Savdo vaqtida borib o'zi ochib beradi. Agar imkoni bo'lmasa, savdo zalini mijozlar uchun joyida ham joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bitta narsaga e'tibor berasizlar. Ushbu sovutgichlaringiz, ya'ni xolodilniklaringiz agar savdo zalini mijozlar tarafida turadigan bo'lsa, doimiy ravishda qulflangan turishi kerak. Chunki bu siz savdo paytida har xil odam keladi. Masalan, siz bilmay qolishingiz mumkin, ochib olib ketishlarini yoki ochib qo'yib xolodilnikni eshigini yopmay qo'yishi mumkin mijozlar. O'sha paytda sizda saqlanadigan harorat o'zgarib ketadi. Bu dori vositasiga sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, jihozlar joylashuvi dorixona assortimenti tovarlari sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan chang yoki boshqa chiqindilarning to'planishi va har qanday boshqa salbiy omillarni bartaraf etgan holda samarali tozalash va texnik xizmat ko'rsatish imkonini berishi kerak deb 605 punktda standartda yozib qo'yilgan. Bunda ham bu narsani e'tiborga olishingiz kerak. Masalan, jihozlarga o'sha sovutgichlar yoki mana stilajlarni hammasini joylashtirganda shu narsaga e'tibor berish kerakki, orqa tarafiga o'tib tozalash ishlarini ham amalga oshirilishi kerak. Oldini polностью tozalavurib, orqasi chang bosib yotishi bu noto'g'ri. O'shaning uchun shunday joylashtirilishi kerakki, orqa tarafini ham tozalash yoki masalan, javonlarni isitish moslamalaridan, manba отоплениyalardan uzoqroq joylashtirishingiz kerak, chunki dori vositasi sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Hop, navbatdagi slaydda samping talabi bo'yicha dorixonada, asosan bu omborxonada polka stilajlarni joylashuv tartibi keltirilgan. Demak, standart talabi bo'yicha har bitta stilajlar orasidagi masofa minimal 75 sm bo'lishi kerak. Chunki har bitta stilajlar orasidan o'tib tozalash ishlari olib borilishi va dori vositasini topish uchun qulaylik bo'lishi uchun hamda devordan, masalan, patologdan 50 sm, eng kamida 50 sm qolishi kerak javonni balandligi. Tashqi devordan 60-70 sm uzoqlikda turishi kerak. Tashqi devor bu ko'chaga to'g'ridan-to'g'ri ko'chaga qaragan devor hisoblanadi. Agar masalan omborxonangizni bitta devori savdo zaliga qaratilgan bo'lsa, u tarafga masalan javonni yaqinroq joylashtirishingiz mumkin. Faqatgina shunday ham narsani e'tiborga oling. O'sha javonni orqasiga o'tib tozalash ishlarini amalga oshirish uchun qulay bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, keyingisi dorixona quyidagi tizimlarga ega bo'lishi kerak. Bunda kanalizatsiya, havo almashtirish tizimi, konditsionerlar, suv ta'minoti, isitish hamda elektr ta'minoti bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta, kanalizatsiya shahar joylarida bor, bu muammo emas. Qishloq joylarida kanalizatsiyani выгребной yami, ya'ni keltirib uni alohida qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Albatta, suv bo'lishi shart dorixonada, chunki tozalash ishlarini olib borilayotganda dezinfeksiyalovchi vositalarni tayyorlashingizda sizga suv kerak. O'shaning uchun albatta suv bo'lishi kerak. Endi havo almashtirish tizimi ko'pchilik aytadiki, savdo zalida havo almashtirish tizimi eshik bor-ku, deraza bor-ku, o'sha bilan qilsak bo'ladimi deydi.
u eshik bilan derazani masalan havo haroratini ko'chada normal bo'lgan holatda almashtirishingiz mumkin. Ya'ni qishda yoki yozda almashtirishni iloji yo'q. Hozir masalan ayni paytda qor yog'ib turgan paytda siz qanaqa qilib deraza yoki eshikni ochib savdo zalida xonani almashtirasiz. O'shaning uchun vaziyatdan kelib chiqqan holatda albatta havo almashtirish tizimi bo'lishi kerak. Omborxonada ham namlikni kontrol qilish kerak, dori vositasini haroratini kontrol qilish uchun u yerda pritяжной вытяжной ventilyatsiya qo'yganingiz juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Tashqaridan toza havoni olib, ichkaridagi havoni tashqariga tashiydi. O'sha narsani amalga oshirish kerak. Keyin konditsionerlar albatta bo'lishi kerak. Konditsionerlar bu isitish tizimiga kirmaydi. Konditsioner bu sizga qo'shimcha yordam vositasi hisoblanadi. Ko'pchilik aytadi, bizda gaz yo'q, qanaqa qilib masalan paravoy отопление qilishimiz mumkin deydi. Hozir ko'p joyliklar o'sha imенно xoztovarlarda o'sha radiatorda elektrik sifatida ishlashga mo'ljallashtirib, o'sha tok bilan ishlaydigan radiatorlarga o'zgartirib berishmoqda. Xuddi shu narsa bilan inspeksiyadan o'tib, xuddi shu yo'l bilan GPP sertifikatini olayotgan aptekalar ham juda ham ko'p. Elektr ta'minotiga keladigan bo'lsak, elektr ta'minoti masalan shahar joylarida ma'lum bir doim muqobilda. Hop, o'zgarmas, ko'p o'chmaydi, lekin uzoq qishloq joylarda mana bu havoni almashish, sovuq paytlarda ayniqsa ko'p o'zgarish, ko'p o'chishi mumkin. O'shaning uchun hech bo'lmaganda bitta dvijok olib qo'yishinglar kerak. Tok o'tganda aptekalar umuman toksiz qolishi kerak emas, chunki bu termomobil dori vositalarini sifatiga yomon ta'sir qiladi. 2,8-8,15 haroratda saqlanadigan dorilar bo'lmasa, o'zinglar bilasizlar, холодильник o'chgandan keyin harorat o'zgaradi. Demak, binoni loyihalashtirilayotganda hasharotlar, kemiruvchilar va boshqa hayvonlar kirib kelishidan himoyalanish kerak. Zararkunandalarda profilaktika nazoratini o'tkazish kerak. Demak, bunga hozir ko'p dorixonalarda qo'yilyapti. Shu bu birinchidagisi bu lavoshkalar, ikkinchisida bu insektisid lampa, ya'ni killer deyiladi. Hasharotlarni o'ldirishga o'sha killerlar. Demak, killerlarni shu o'rinda esim keldi. Bizda gruppada yozilgan savol bor edi. Killerlar dorixonada nechta bo'lishi kerak degan. Killerlar dorixonada sizni dorixonaga tashqariga ochiladigan eshiklaringiz soni nechta bo'lsa, ko'chaga to'g'ridan-to'g'ri ochiladigan eshiklaringiz soni nechta bo'lsa, shuncha bo'lishi kerak. Ya'ni tashqaridan ochiladigan eshik tepasiga xuddi shu killerda insektisid lampani osib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu insektisid lampa UV nurlar ta'sirida ishlaydi. UV nurlar ta'sirida hasharotni o'ziga jalb qiladi. Mana bu temirli tok bilan o'ldirib, mana bu yerda yig'adigan lotoki bor. O'sha lotokka hasharot kelib o'sha yerda tushadi. Vaqti bilan tozalab ishlarini albatta amalga oshirish kerak. Bu insektisid lampani ham o'sha tegadigan lotokni olib, to'kib hasharotlarni tozalab turish kerak bo'ladi. Endi unda yana bitta narsa savol berishadi. Insektisid lampada metrologiyadan o'tish yo'q, metrologiyadan o'tmaydi, u ham o'tmaydi. Keyin ko'chma kvars lampalari qo'yilishi kerak. Samping talabi bo'yicha ham, standart talabi bo'yicha ham, GPP bo'yicha o'rnatilishi kerak. Kvars lampalar, ularga metrologiya shart emas, kerak emas hech qanaqa sertifikat. Faqat ularni ishlash vaqtini sizlar kontrol qilib borsanglar bo'ldi. Допустим, bir kunda ertalab 15 minut, kechki payt 15 minut yoqasizlar, o'shani vaqtini hisoblab borishinglar kerak. Odatda bitta ko'chma kvarts lampa 1000 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Agar undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Точно aytolmayman. 1000 soat bo'lsa, misol uchun o'shani 1000 soatda hisoblab borishinglar kerak. O'rnatgan kuninglardan boshlab hisob-kitob qilasizlar, bir kunda necha minutdan yoqilganini. Oxirigacha kelib o'sha hisob-kitobda agar 1000 soat kelgan bo'lsa, demak lampalarni o'zgartirishinglar kerak bo'ladi. Uni effektivnosti, ya'ni samaradorligi tushib ketgan bo'ladi. Qopqonlarga keladigan bo'lsak, qopqonlarni joylashtirishda ham asosan qopqonlar omborxonada turishi kerak, xodimlar xonasida turishi kerak, chunki xodimlar xonasida ovqatlanadi odamlar. Keyin eshik, tashqaridan kiradigan eshiklarni oldiga yaqinroq joyda joylashtirsanglar maqsadga muvofiq, chunki tashqaridan kirib kelayotgan o'sha kemiruvchilarni qopqonga tushish ehtimoli katta bo'ladi. Eshiklardan chiqarmaylik, qanot chiqarib ushlaydigan qopqon qo'yish mumkin emas. Chunki bu har qanaqangi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki baribir dorixona bu sog'liqni saqlash muassasasi hisoblanadi. Lipuchkalar bor-u, filtr rasmini yopishtirib yozilgan, ulardan ham foydalanish mumkin. Demak, asbob uskunalarga qo'yiladigan talablarga keladigan bo'lsak, dorixonada hamda filiallarda termomobil dori vositasini saqlash uchun sovutgich bo'lishi kerak. Albatta, sovutgichlar kamida 2 ta bo'lishi kerak.
Bu masalan yakka tartibdagi dorixonalarda ham, filiallarda ham bir xil, ya'ni +2, +8, +8, +15. Undan tashqari, sovutgichdan tashqari, masalan, siz sovutgichingizni kamida haftada bir marta tozalashingiz kerak bo'ladi. Endi bu o'zingizni standart operatsion jarayonida yozilgan. O'sha bir haftada bir marta tozalashingiz kerak bo'ladi. Demak, sovutgichdagi dori vositalari tozalanish jarayonida sovutgichdan olib tozalanadi. O'sha paytda masalan 2.8 sovutgichingizni o'chirdingiz, uzun tozalash ishlari boshlandi. Uni dori vositasini hammasini biron bir qutiga solib joylashtirib qo'yish bu noto'g'ri. O'shaning uchun sizda albatta termosumka bo'lishi kerak. Mana agar sharoitingiz bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, yana bitta sovutgich bo'lsa yaxshi bo'ladi, lekin termosumka bilan ham vaziyatdan chiqsa bo'ladi. Termosumka bo'lishi kerak. Termosumka bu demak sizni sovutmaydi ham yoki isitmaydi ham, faqat shunchaki u ichidagi haroratni ushlab beradi. Sovutgichni ichiga albatta xlorogen, ya'ni xlorida element bo'lishi shart. Solib qo'yasiz. Xlorida elementni ham solishni o'zini tartibi bor. Xlorida elementni joylashtirishdan oldin o'sha xlorida elementni muzlatgichda 3-4 soat saqlab, keyin o'sha termosumkaga joylashtirishingiz kerak. Termosumkaga joylashtirayotganda ham termosumkani atrofiga joylashtirishingiz kerak bo'ladi, o'zini xaltalari bo'ladi. O'shandagina dori vositalarini xolodilnikdan termosumkaga tushirib, tozalash ishlari olib borilgandan keyin, xolodilnik yaxshilab quritilgandan keyin, shamollatilgandan keyin yoqiladi. Yoqilgandan keyin ko'rasizlar, ma'lum o'sha kerak miqdordagi harorat kelgandan keyin termosumkadan dori vositalarini bo'shatib xolodilnikka joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Demak, savdo zali va tayyor dori vositalar guruhli o'ramdan ochish va saqlash xonasida tegishli harorat rejimini ta'minlash uchun konditsioner va havo haroratini nazorat qilish uchun termometr bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Albatta, boya konditsioner ham bo'lishi kerak, issiq paytlarda sovutish uchun. Termometrlarga keladigan bo'lsak, termometrlar albatta metrologiyadan o'tishi kerak. Hozir sizga metrologiya tarafdan guvohnoma beriladi, bir yilda bir yillik srok bilan. Demak, har yili, masalan, допустим, sizda metrologiyadan termometrga sertifikat guvohnoma oldingiz. 26 fevral sanasi bilan 2026-yil guvohnomada yoziladi 25 fevral 2027-yilgacha deb. Bir yil, 26dan 27gacha deyish mumkin. O'shanda siz keyingi yili o'sha 25 fevralni kutib o'tirishingiz kerak emas. 25 fevralgacha manda muddat bor deb kamida bir oy oldin harakat qilishingiz shart. Chunki meteorologiyaga borganingizda u yoqda navbat bo'ladi, ular sizga bir kunda qilib berishmaydi, uzoq bilan uni tekshirish kerak. Ularni o'zida ham sinov bor. Bir hafta, kamida 2 hafta vaqtingiz ketadi. To'lovi bor, uni to'lov qilishga ham vaqtingiz ketishi mumkin. Har xil holat bo'ladi. O'shaning uchun kamida termometrlaringiz masalan 27-yil 25 fevralda tugaydimi srogi, siz уже yanvarda oxiri, fevralda boshidan borib topshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, termometr dorixonada zapas bo'lishi kerak. Masalan, xolodilnigingizdagi termometr 2.8 yoki 8.15dagi termometringiz zapas holatda turishi kerak. Ikkita olishingiz kerak. Bittasi ishchi bo'ladi, ikkinchisi zaxirada bo'ladi. O'sha ishchingiz doim turadi. Ikkalasini meteorologiyadan o'tkazayotgan vaqtini kamida 1-2 oy farq bilan o'tkazing. 2 oy bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, siz termometrda bittasini yanvar oyida o'tkazdingiz, ikkinchisini где-то mart oylarida o'tkazishingiz kerak bo'ladi. O'shanda kelasi yil yanvar oyida o'tkazishingiz kerak bo'lgan termometringizni meteorologiyaga olib borib topshirganingizda xolodilnigingiz termometrsiz qolib ketmasligi uchun ikkinchi zaxiradagini qo'yib qo'yasiz. Lekin ikkinchi zaxiradagi ham albatta meteorologiyadan o'tgan bo'lishi kerak. Albatta guvohnomasi bo'lishi shart uni ham. O'shaning uchun har dorixonada masalan ikkita xolodilnikka bitta termometr qo'ysangiz, zaxirasida bitta zaxira bo'lishi mumkin. Chunki alohida vaqtlarga joylashtirib meteorologiyadan o'tkazsangiz o'zingizga qulay bo'ladi. Har bittasini alohida vaqtga o'tkazsangiz. Xonalardagi termometrlarga ham xuddi shunaqa. Boya kvars lampani haqida gapirib o'tdik. Demak, kvars lampa bo'lishi kerak, ko'chma kvars lampa deyilgan. Hozirda ko'pchilik dorixonalar o'zi azaldan qo'yilgan, devorga, eshik tepasiga yopishtirib qo'yilgani bor. Bular hozir o'tyapti, inspektorlar o'tyapti, lekin keyinchalik albatta standart talablaridan kelib chiqib, ular kvars lampani ko'chmasini talab qilishadi. Ko'chmani qilishni menimcha qiyin joyi yo'q. Demak, dori vositalarini standart saqlash rejimlari ushbu jadvalda keltirilgan.
har bitta dori vositasini saqlanishi ushbu dori vositasini qadoqda ko'rsatilgan bo'ladi yoki instruksiyasida ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha qadoqda ko'rsatilgan haroratga muvofiq dori vositasini saqlashimiz kerak. Albatta bunga e'tibor berishingiz kerak. Demak, texnik pasporti dorixonadagi, masalan, sovutgichlaringizda texnik pasporti beriladi. Sotib olayotganingizda o'sha xolodilniklaringiz texnik pasporti doimiy ravishda o'zingizda tursin. Chunki har qanaqa holat bo'lishi mumkin. Xolodilnigingiz buzilib qolsa agar ustaga chaqirsangiz yoki o'sha servis sentriga murojaat qilsangiz, ular albatta pasportni so'rashadi, chunki ular pasportga qarab ishlaydi. Hamda texnik pasportga qarab siz xolodilnigingizni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma yozasiz. Bo'yicha. Hujjatlashtirilgan kompyuterlashgan tizimlar. Endi hozir kompyuterlashtirilgan tizimlarda ko'pchilik bizada sizlar dorixonada 1S yoki mana bu oson apteka yoki Fumdan foydalanasizlar. Bu boshqa narsa. Bu hujjatlarni kompyuterlashtirish bu boshqa narsa. Demak, har bitta hujjatni kompyuterlashtirilayotganda ushbu hujjatga do'sti faqat bitta odamda bo'lishi kerak. U narsa validatsiya qilingan bo'lishi kerak. Hozircha dorixonalarda bu narsa talab qilinmayapti, chunki hozirgi dorixonalar jarayonga tayyor emas. Hop, kompyuterlashtirilgan tizim bo'yicha aytdik. Demak, hujjatlar standart talabi bo'yicha har bitta jarayon hujjatlashtirilishi kerak. Umuman olganda, standart hujjatlar bilan ishlaydi. Hujjat siz uchun hujjat gapiradi. Yozgan hujjatingiz, qayd etgan qaydnomangiz hammasi siz uchun hujjat gapiradi. Hujjatingiz bo'lmasa, demak, sizda anavi bo'lmaydi. Demak, kimdir qo'l ko'tardi, Akmal adashmasam. Savolingiz bormidi? Hop, mayli, bilmasdan bosib oldinglar shekilli. Demak, savol-javoblarni mayli hozir tugatib olaylik, oxirida bitta qilib beramiz, vaqtimizni ajratamiz bu narsaga. Demak, standartda yozib qo'yilgan hujjatlashtirish sifat tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Hujjatlarning shakli va mazmuni dorixona rahbari tomonidan tartibga solinadi deyilgan. Demak, standartni joriy qilishdan oldin dorixona mudiri sifat tizimi mas'ul shaxs bilan birgalikda o'tirib standartni ochasizlar. Bundan tashqari boshqa hujjatlarni ochib, qanaqangi hujjatlar bo'lishi kerakligini tartibini yozib chiqasizlar. Demak, o'zingizlar bilasizlar, dorixonada jarayonlar bor. Har bitta jarayonlarga mos tarzda supra ishlab chiqishingiz kerak. Har bitta ishchiga lavozim yo'riqnomalarini ishlab chiqishingiz kerak. O'sha narsani birinchi navbatda spisigini qilib olishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta dorixona mudirining vazifasi. Buni shakllantirib, sifat bo'yicha mas'ul shaxsga vazifa sifatida berish kerak bo'ladi. Sifat tizimi hujjatlari dorixona tomonidan bajarilgan funksiyalar to'liq tartibga solinishi ta'minlaydi. Demak, o'ta standart operatsion jarayon bu shunchaki hujjat emas, uni shunchaki o'zingiz kimdandir sotib olgan bo'lsangiz, uni shunday yotish kerak emas. Uni sotib olgan taqdiringizda ham dorixonangizga moslashtirib berishni talab qilishingiz kerak. Chunki har bitta dorixonani o'zini infrastrukturasidan kelib chiqqan holatda qilinadigan ishlar bor, ularga alohida standartlar bo'ladi. Demak, sifatni ta'minlash tizimi hujjatlari farmatsevtika xodimlari tomonidan ishlab chiqiladi. Sifatni ta'minlash tizimi joriy etish va undan foydalanish uchun mas'ul shaxs bilan kelishiladi hamda rahbar tomonidan o'rnatilgan tartib tasdiqlanadi. Har bitta hujjat ishlab chiqilayotganda, masalan, farmatsevt o'zini faoliyatidan kelib chiqqan holatda, o'zini vazifasini bajaradigan holatda hujjatlarni farmatsevt ishlab chiqish huquqiga ega. Farmatsevtingiz agar bunga aqli yetsa, qo'lidan kelsa hujjatlar bilan ishlash o'zi ishlab chiqishi mumkin. Faqatgina buni sifat uchun mas'ul bo'lgan shaxs, tayinlagan shaxsingiz tekshiradi. Kamchiliklar bo'lsa agar to'g'rilaydi va dorixona rahbariga taqdim etadi. Dorixona rahbari ham ko'rib, o'zini fikrini aytib tasdiqlashi uchun. Dori vositalarining tibbiy buyumlarining sifatiga, shuningdek dorixona faoliyati sifatiga ta'sir qiluvchi barcha turdagi ishlar uchun standart operatsion jarayonlar tuziladi. Demak, bot ko'p takrorlanib o'tdi, o'zim ham hozir ko'p aytdim, standart operatsion jarayonlar. SOPlar har bitta jarayon uchun SOP albatta qilishingiz shart. SOPda ham xo'ja ko'rsinga qilish kerak emas, aniq oydin qilib yozishingiz kerak, qisqa mazmunda, tushunadigan holatda, xodimlaringiz tushunadigan tilda standart operatsion jarayonlarni yozishingiz kerak. Standart operatsion jarayonlarni yozishda o'zini tartib qoidalari bor. Adashmasam, navbatdagi slaydlarda borini batafsil yozib gapirib beraman sizlarga. Demak, hujjatlarni saqlash dorixona mudiri mas'ul hisoblanadi. Demak, hujjatlarni originalini saqlash dorixona mudirida turishi shart, original. Shu tarzda eslatib o'tmoqchiman. Demak, hujjatlarni
maqomini, ya'ni statusini belgilash uchun bizada pechat bo'lishi kerak, muhr bo'lishi kerak shtamp dorixonada. Bu dumaloq pechatdan tashqari. Demak, original nusxa, ya'ni kopiya, retseptlar uchun retseptlar, demak, asl nusxa, kopiya, arxiv va yo'q qilindi degan xullas hujjatlar, pechatlar bo'lishi kerak. Original pechatni qo'yayotganda ko'pchilik aytadi, bizada o'sha yuridik korxonani dumaloq pechati borku, o'sha original pechatda o'rniga shuni ishlatsak bo'ladimi degan. Original pechatni bosayotganda uni asosiy vazifasi bor. Masalan, o'sha dumaloq pechatni siz dorixona mudirini qo'l qo'ygan joyiga qo'yasiz. Tasdiqladi. Dorixona mudiri tasdiqladi degan ma'noni beradi u. Originalligini esa bitta o'sha muhrni bitta bitta baroqqa qo'ymaysizda. Bitta masalan supingiz bo'lsa, o'sha supni 20 ta barog'i bo'lsa, 20 ta barog'ini shunda joylashtirish kerakki, birin-ketin ochib, baroqlarni ochishingiz kerak. Masalan, mana bundoq tarzda ochishingiz kerak bo'ladida. Xuddi shu tarzda mabitiga pechat qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Original pechatni shunda mana bundoq qo'yishingiz kerak bo'ladiki, original pechatni O harfi yoki O R harfi birinchi baroqda, qolgani ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi baroqlarda birin-ketin joylashishi kerak. Shunda birin-ketin bundoq qilib ochganingizda original so'zi bitta bo'lib chiqishi kerak bo'ladi. Bu nima uchun qilinadi? Hujjatlarni qalbakilashtirishni oldini olishdan. Masalan, siz original hujjatni ishlayotgan paytingizda umuman original hujjat bilan ishlash kerak emas. Bu dorixona hududida kelishi kerak. Har bitta hujjat xodimlarda bo'lishi kerak, o'zini ishchi xodimlarda bo'lishi kerak. Agar original hujjatga o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, u ikkinchi tahrir bo'ladi. O'sha ko'pchilik ikkinchi tahrirni qilishdan qochadi. O'sha baroqni yulib tashlab, o'rniga boshqa baroq tikib qo'yaveradi. O'sha narsadan qochish maqsadida xuddi shu pechat qo'yiladi. Hujjatlar qog'oz yoki elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin. Demak, qog'oz bu o'sha raspechatga qilingan, elektronda PDF shaklida sizda kompyuteringizda saqlangan turishi maqsadga muvofiq. Wordda albatta faqat dorixona mudirida turishi kerak, chunki har bitta odam kirib o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Ular albatta himoyalangan bo'lishi kerak. Hujjatlarni elektron hisobga olish va yuritishda dastur ruxsatsiz kirish va o'zgartirishlar kirishdan himoyalangan bo'lishi kerak. Yuqorida aytib o'tdim. Arxivlarni o'rnatishga, arxivlash kerak. Demak, har bitta standart operatsion jarayon ishlab chiqildi. Har bitta hujjatda o'ziga yarasha amal qilish muddati bor. Masalan, 3 yil, 5 yil, 10 yil. O'zi umuman olganda standart operatsion jarayonlarni ko'pchilik GXP tizimida ham xuddi shundoq, ISOda ham ko'pincha muddat qo'yilmaydi. Qandoq so'plagan muddat qo'yiladi? Masalan, qanaqadir jarayonda o'zgartirishi kerak, o'zgarishi mumkin bo'lgan jarayonlarga taalluqli bo'lgan so'plarga muddat qo'yilishi mumkin. Atak umuman olganda so'pda aniq 3 yil, 5 yil, 10 yil degan amal qilish muddati yo'q. Uni o'zingizlar faoliyatingizdan kelib chiqqan holatda qo'yishinglar mumkin. Hozircha ko'pchilikka 3 yil deb tavsiya qilamiz, chunki siz dorixonangizga GPP sertifikatini 3 yilga olasiz. 3 yildan keyin sizda resertifikatsiya jarayoni ketadi, ya'ni GPP standarti bo'yicha sertifikatni yangilashingiz kerak. Undan tashqari albatta har yili tashqi inspeksiya bo'ladi. Resertifikatsiya har 3 yilda bo'ladi. O'shanda yana so'plarni qayta ko'rish imkoniyati bo'ladi. Demak, qaysidir so'p sizda birinchi yili olganingizda yozilgan, u bo'yicha ishlab keldingizda, ma'lum bir muddatdan keyin ko'rdingiz, o'sha so'pingiz sizda ishingizga unchalik yaramayapti. Unchalik to'g'ri kelmayapti. Qayerdadir sizda o'zgartirish kiritishingiz kerak bo'ladi. O'shani nazarda tutgan holatda 3 yildan keyin o'zgartirib boshlaysiz yoki o'sha paytda o'zgartirib ikkinchi tahrir qilishingiz mumkin. Endi srogi o'tgan, amal qilish muddati o'tgan yoki aktualligini, faolligini yo'qotgan dokumentlaringiz, hujjatlaringiz bo'lsa, uni arxivlash kerak. Ya'ni o'sha original hujjatni olasizda, birinchi tahririga arxiv degan shtampni qo'yasizda, uni dorixona mudiri o'sha yopiladigan temir shkafda yoki seyfda saqlaydi. Ikkinchi tahrirga keyin original pechatini qo'yib, ikkinchi tahrir bilan boshlanadi. Birinchi tahrirdagi o'z kuchini yo'qotgan hujjatni arxivlashdan oldin, originalni arxivlashdan oldin har bitta ishchi xodimdan uni kopiyasini qaytarib olishingiz shart. Chunki o'z kuchini yo'qotgan hujjatning kopiyasi xodimingizning qo'lida bo'lib tursa, yangi kuchga kirgan hujjat xodimingizning qo'lida bo'lmasa, bu nomuvofiqlik hisoblanadi. Inspeksiya paytida, masalan, inspektor
farmatsevtist oldiga boradida, sani ishlaydigan hujjating qaysi qayerda turibdi, mana menga berilgan kopiya deb ko'rsatish mumkin. Допустим, kopiya nomer 1 yoki kopiya nomer 2 deb. Keyin inspeksiya o'sha xodimingizdagi qo'lidan hujjatni oladi, sizdan original hujjatni taqdim etishni so'rashi mumkin. O'shanda solishtirganda original hujjatingiz boshqacha, xodimingizni qo'lidagi hujjatni tahriri boshqa bo'lsa, bu nomuvofiqlik hisoblanadi. Ya'ni xodimingiz o'zini faollik, ya'ni aktualligini yo'qotgan hujjat bilan ishlayotganidan, demak, bu dalolat beradi, bu nomuvofiqlik hisoblanadi. Demak, sifat tizimini joriy qilishda hujjatlardan eng asosiysi, siz inspeksiya paytida ham inspektorlarga topshirasiz, sifat bo'yicha qo'llanmani ishlab chiqishingiz kerak. Umuman olganda, birinchi jarayonlar tavsifini yozishingiz kerak bo'ladi. Jarayonlar nechtaligini o'zi belgilab olishingiz kerak. Keyin har bitta ishxonani o'zini siyosati, o'zini maqsadi bo'ladi. Masalan, dorixonani maqsadi sifatli dori vositalari va tibbiy buyumlarni qabul qilib, saqlab, realizatsiya qilish va sifatli farmatsevtika xizmatini ko'rsatish deb yozish mumkin. Bu tashkilotni maqsadi. O'sha maqsadga erishish uchun qanaqadir siyosat bo'lishi kerak. Demak, bosqichma-bosqich siyosat bo'lishi kerak. O'shani yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Har bitta jarayonlarni tavsiflovchi albatta standart operatsion jarayonlar, har bitta ishchi xodimni qiladigan vazifasidan kelib chiqqan holatda ishchi yo'riqnomalari bo'lishi kerak. Albatta, har bitta standart operatsion jarayonlarda ayrimlarida bo'ladi, ayrimlarida bo'lmaydi. Jarayonlarga kelib chiqqan holatda ilovalar bo'ladi. O'sha ilovalar jurnallar shaklidan shakllantiriladi. Jurnallar bular qayd qilib boriluvchi hujjatlar hisoblanadi. Ya'ni misol tariqasida siz dorixonadagi biron bir xonani yoki sotkichni haroratini bir kunda 2 marta nazorat qilasiz. O'sha predeldan chiqib ketmayaptimi yoki chiqib ketyaptimi, o'sha nazorat qilib borasiz. Nazorat qilib borish shunchaki vizual tarzda amalga oshirilmaydi. Nazorat qilib borishda siz albatta jurnallarga qayd qilib borasiz. O'sha xona haroratini yoki ma'lum bir jihozni haroratini nazorat qiluvchi jurnalda qayd qilib borasiz. O'sha to'ldirilgan shakllar hisoblanadi bular. Albatta, bu narsani o'z vaqtida har bitta xodim o'zi bajarganligini vaqtini yozib tasdiqlashi kerak bo'ladi. Demak, tashqi hujjatlar. Demak, standart operatsion jarayonlardan tashqari, yo'riqnomalardan tashqari, siz dorixonangizda tashqi hujjatlar bilan birga albatta ish olib borishingiz kerak. Tashqi hujjatlarga bular qonunlar, prezident farmonlari, vazirliklar va idoralar. Demak, vazirliklar deyilganda ayni paytda bizning sohada sog'liqni saqlash vazirliklarining buyruqlari nazarda tutiladi. Yoki go'rstandartdan chiqayotgan qanaqadir buyruqlar chiqishi mumkin. Hamda tarmoq rahbariy qo'llanmalari. Bunda mana Sanpin 0071 Sanpini bilan ishlashingiz esingizdan chiqishi kerak emas. Demak, tashqi hujjatlar bilan ishlashda ham yo'lga qo'yish kerak. Xuddi ichki hujjatlar bilan ishlashda. Ichki hujjatlarni ishlashda standart operatsion jarayonlarni reyestrini shakllantirasiz. O'shanda albatta bu reyestrni siz inspeksiya xodimlariga taqdim qilasiz. GPP standartini olish uchun arizaga yuklayotgan paytingizda. Xuddi shundoq o'zingizda dorixonada tashqi hujjatlar reyestrini shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Demak, unda tashqi hujjatlarni, ro'yxatlarni nomini yozasiz. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan, hozirda u aktualmi yo'qmi, ya'ni faolmi yo'qmi, amalda qo'llanilyaptimi yo'qmi, o'sha narsani yozib borishingiz kerak bo'ladi. Ichki hujjatlarni ishlab chiqishda albatta tashqi hujjatlarga havola berishingiz kerak, chunki siz o'zingiz faqat masalan bitta ayni ma'lum bir sudda yozayotganda o'zingiz osmonda olib yozmaysiz-ku. Biz GPPga standartga masalan murojaat qilasiz, Sanpinga murojaat qilasiz yoki Vazirlar Mahkamasining 185-qaroriga murojaat qilasiz yoki xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tish uchun aniqlashtirish uchun sud yozayotganda 200-sonli qarorga murojaat qilasiz. Xuddi o'sha narsalarga havola berishingiz kerak, ya'ni ссылка berishingiz kerak sudda. Demak, sudda maqsadi bor, javobgarligi bor, yoziladi maqsad, javobgarlik, qisqartmalar, keyin ishni bajarish tartibi qanday boradi, ma'lum bir sud qanday boradi, keyin ilovalar agar bo'lsa, keyin havolalar degan bo'limi bo'ladi. O'sha havolalarda qaysi tashqi hujjatlardan foydalanganingizni yoki qaysi ichki sudga ссылка berganingizni yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, tashqi hujjatlarni doimiy ravishda kuzatib borishingiz va aktuallashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu uchun albatta bitta xodim javobgar qilib qo'yishingiz kerak. Yoki bunga masalan bitta xodimni biriktirishni xohlamasangiz, Norma.uz saytida yoki Lex.uzdan ham
doimiy ravishda aktualligini tekshirib turishingiz mumkin. Nurma.uz saytida asosan buxgalterlar yaxshi tushunadi. Ular masalan buxgalterlarga bu vazifani bersangiz, ular Nurma.uz sayti bilan shartnoma tuzib, sizga aktual holatdagi tashqi hujjatlarni yuborib turishadi. Hujjatlarni internetdan yuklab olishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Albatta, har bitta yangi kelingan qaror, aynan dorixonaga taalluqli bo'lgan qaror yoki farmonlar bilan xodimlaringizni tanishtirib chiqishingiz shart bo'ladi. Demak, tashqi hujjatlar boya aytganimizdek, endi hozir kerakliklari masalan 43 o'sha ta'lim bo'yicha 185-qaror Vazirlar Mahkamasi bu dori vositalarini chakana realizatsiya qilish hamda optim realizatsiya qilish shart-sharoitlari va srogi o'tgan, amal qilish muddati o'tgan yoki yaroqsiz holatga kelgan dori vositalarini yo'q qilish, qay tartibda yo'q qilinishi ushbu 185-qarorda ko'rsatilgan va albatta xodimlaringizni tibbiy ko'rikdan o'tishi haqida 200-son esinglardan chiqmasin. Har bitta dorixona xodimi medosmotrdan o'tgan bo'lishi kerak. Medknижкасы bo'lishi kerak, ya'ni tibbiyot daftarchasi. O'zinglarni yashaydigan poliklinikalar bu narsani amalga oshirib beradi. Demak, ichki hujjatlar so'plardan tashqari bu ustav hujjatlari, buyruqlar, har bitta narsani amalga oshirishdan oldin albatta dorixona xodimi buyruq bilan amalga oshirishi kerak. Masalan, sifat uchun mas'ul shaxs og'zaki palonchi bo'ladi deb qo'ymaysiz, sifat uchun mas'ul shaxsni tayinlashda albatta dorixona mudiri buyruq chiqarish kerak. Bu buyruqning raqami dorixona mudiri tomonidan tasdiqlanganligi, pechati bo'lishi shart. Shartnomalar bo'ladi. Shartnomalar endi oldi sotish shartnomalari yoki ishchilarni qabul qilayotganda shartnomalar bo'ladi, ular bo'lishi kerak. Texnik kelishuvlar, rejalar va dasturlar, har bitta tashkilot o'zining rejasi bo'ladi. Bu aytganimdek, mana shu qo'yilgan maqsadni amalga oshirish uchun qanaqa rejalar bo'ladi yoki xodimlaringizni ichki o'qitishdan yoki tashqi o'qitishga yuborish uchun rejalaringiz bo'ladi. O'sha rejalarni tashkillashtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, hujjatlarni shakllantirayotganda asosan birinchi navbatda o'sha hammaga masalan so'plarga e'tibor, so'plarni misolida aytsak, birinchi navbatda hujjatga raqam berishingiz kerak. Masalan, standart operatsion jarayon, masalan, Soch 01 reyestrdan o'tkazasiz, demak 101 reyestrda 01 raqami berildi. Uni ro'yxatga oldingiz, hujjatni shakllantirdingiz, hammasi joyida, hamma kelishildi, tasdiqladi, hamma rozi, keyin uni tarqatishingiz kerak bo'ladi. Boya aytganimdek, originalidan kopiya olasiz. Обязательно original degan pechati bo'ladi. O'sha pechati bilan kopiya olasiz. Palonchiga birinchi raqamli kopiya berildi. Kopiya pechatini qo'yasiz, nomer 1. Ikkinchi raqamli kopiya bunga berildi. Kopiya nomer 2 pechatini qo'yasizda, tarqatasiz xodimlaringizga. Albatta, originali dorixona mudirida qutlanadigan shkafda bo'lishi shart. Demak, uchinchi qadam bu sharoit yaratish, xodimlaringizni o'sha hujjatlar bilan tanishishiga sharoit yaratib berishingiz kerak. Masalan, navbati bilan san hozir bir soatcha o'tirib edim, mana bu yerda hujjat bilan tanishganda bu senga kerak deb sharoit yaratib berishingiz kerak bo'ladi. Albatta, xodimlarga hujjat bilan ishlashga ruxsat berish, masalan, bir xil dorixonalar hammasi ham emas, bir xillari o'sha kopiyani ham bermayotganini ko'ryapmiz. Xodimlardan so'rasangiz, menga berishmadi deydi. Borib so'raganda senga nima kerak, men senga o'zim og'zaki tushuntiraman degan holatlarda ham yuzaga kelishi mumkin. O'sha narsa noto'g'ri. Hujjat xodimlarning qiziqishi bormi? Men hujjatni o'qib chiqim. Albatta, har bitta xodimga o'zini vazifasidan kelib chiqqan holatda hujjatlarni tarqatish kerak bo'ladi. Amal qilish muddatini doimiy nazorat qilib, agar o'zgartirishlar kerak bo'lsa, tahrirni o'zgartirib, amal qilish muddati tugagandan keyin uni cho'zishni ham yo'lga qo'yish kerak. Demak, sifat tizimiga mansub hujjatlarni ularning aktual maqomini saqlab turish uchun muntazam ravishda qayta ko'rib chiqib, yangilab turishingiz kerak. Yuqorida aytib. Demak, standart operatsion jarayon. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Oldin instruksiya bo'lardi. Hozir standart operatsion jarayonni farqi nima deyish mumkin. Demak, standart operatsion jarayon bu birlashtirilgan shaklda tuzilgan jarayonda xodimlar tomonidan har qanday harakatlarni bajarishning aniq ketma-ketligini batafsil tavsiflovchi ichki nazorat qilinadigan hujjat. Standart operatsion jarayoni bu ichki hujjat hisoblanadi. Demak, standart operatsion jarayon ma'lum bir jarayonga bag'ishlab yoziladi. Unda shuni yozishingiz kerakki, standart operatsion jarayon qisqa, iloji boricha va qiyin, murakkab gaplardan foydalanishingiz kerak emas. Ilmiy tillardan
tushunadigan adabiy tilda yozishingiz kerak bo'ladi. Shevada yozish yoki qanaqadir lahjalarda yozish bu noto'g'ri. Adabiy tilda qisqartirib har bitta standart operatsion jarayon bajariladigan ishni ketma-ketligini bu qanday qilish kerak degan savolga javob olish kerak. Masalan, sizga bitta yangi xodim ishga keldi. Допустим, ubirsangiz yangi, u shu paytgacha boshqa organizatsiyada ishlagan, ubirsa u ishlagan, lekin Sog'liqni saqlash vazirligiga taalluqli joyda ishlamagan. Sizga keldi, sizda dorixonada ubirkani qilinadigan o'zini tartib-tamoyili bor. Buni qanday amalga oshiraman deb siz unga og'zaki tushuntirasiz. Og'zaki tushuntirgandan tashqari o'sha standart operatsion jarayonni berasiz. Mana bunda yozilgan. O'qib chiqqandan keyin har bitta savoliga javob topish kerak. Masalan, hojatxonani ishlatish uchun qaysi shtablarni olishim kerak? U shtablar qayerda turadi? Omborxonani ishlatish uchun qaysi shtablardan ishlatishim kerak? U qayerda turadi? O'shalar standart operatsion jarayonida ketma-ket hammasi yozilgan bo'lishi kerak. Chunki sizga ortiqcha savol bilan berish kerak emas. Ishchi yo'riqnoma, ya'ni instruksiya bu ma'lum bir obyektga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan, xolodilnigingizda. Xolodilnikdan foydalanish tartibi bo'yicha yo'riqnoma. Farqi shunda. Demak, standart operatsion jarayonlar muayyan ishni bajarish uchun bajarilishi kerak bo'lgan bosqichma-bosqich harakatlarning hujjatlari to'plami hisoblanar ekan. Ish jarayoni va uning natijalarini izchil kelishilgan, bashorat qilinadigan va takrorlanadigan qiladi. Demak, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, xodimlarni savoliga javob berish kerak har bitta standart jarayon. Demak, standart operatsion jarayonni qo'llashda afzalliklari. Har bitta demak, sizni dorixonangiz agar standart operatsion jarayon haqiqatdan siz dorixonangizga bag'ishlab yozilgan bo'lsa, xodimlaringiz haqiqatdan o'sha hisoblar asosida ishlaydigan bo'lsa, sizni aralashuvingizsiz ham o'zini vazifasini bajaradi. Yangi xodimlar kelganda boya aytganimdek o'qitish uchun qulay hisoblanadi. Har bitta xodimning vazifasi aniq qilib ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, standart operatsion jarayonlar yozishda qo'yiladigan umumiy talablar. Demak, qisqa, aniq va muayyan so'zlarni tuzing. Demak, qisqa, aniq, konkret yozish kerak. Ortiqcha qog'ozbozlikka ortiqcha hisoblar yozish kerak emas. Konkret hisob bo'lsa bo'ldi. Ma'lum bir jarayonni bajarishga. Ma'lumotlarni kichik jadvallar yoki sxemalar shaklida tayyorlashga harakat qilish kerak. Zoom gap tarzida emasda, masalan, sxematikda jadval tarzida ko'rsatsangiz, aniq jadvalni ochib, o'sha jadval bo'yicha o'zi tushunadigan bo'lish kerak. Rivojlangan davlatlarda, ayniqsa Yevropaning standart operatsion jarayonlarini qiziqib ochib ko'radigan bo'lsangiz, internetda ularni ochiq ma'lumda ham turadi. Ularda bor yo'g'i 3 yoki 4 varaqli standart operatsion jarayonlarga ham ko'zingiz tushadi. Ular shu darajada qisqartirib yozadiki, ma'lum bir vazifani bajarish uchun bitta havolani berib qo'yadi. Mana bu buyruqqa qarang deydi, davlat chiqargan buyruqqa havola berib qo'yadi. Ular shu narsaga o'rgangan, o'sha buyruqni ochib o'qiydi. Biz hali bu narsaga tayyor bo'lmaganimiz uchun o'sha buyruqdan ko'chirmani ham olib standart operatsion jarayonga yozishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ularda juda ham qisqa holatda yozilgan, juda hisoblar ko'rinib turibdi. Demak, barcha qoidalari me'yoriy hujjatlarni, ya'ni amaldagi talablar bilan muvofiqlashtirish kerak. Standart operatsion jarayonni yozayotganda, boya yuqorida aytdim, albatta GPP standartidan talablaridan chiqib ketmagan holatda yozishingiz, hujjatlar, qonunlardan chiqib ketmagan holatda yozishingiz kerak bo'ladi. Tashkilotingizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishingiz kerak. Boya aytganimdek, sotib olsangiz, o'zingizni dorixonangizga moslashtirib berishsin. Agar o'zingiz yoza olmasangiz. Har bitta, masalan, 50 ta dorixonaga bitta standart operatsion jarayon bu noto'g'ri. Chunki boya yuqorida aytganingiz, bitta qaysidir dorixonada bitta eshik bor, qaysidir dorixonada ikkita eshik bor. Ayrim so'plarni ochib ko'rsangiz, qabul qilish jarayonini yozganda orqa eshikdan qabul qilinadi. Standart operatsion jarayon tasdiqlab qo'yibdi, dorixona mudiri ham tasdiqlab qo'yibdi. Biz orqa eshikdan qabul qilamiz. Orqa eshikning o'zi yo'q. O'sha so'pda yozib qo'yilgan. Bu jiddiy nomuvofiqlik hisoblanadi. So'p noto'g'ri yozilgan. O'sha narsalarni amalga olayotganda juda yaxshilab e'tibor beringlar. Demak, standart operatsion jarayon bu dorixonani mexanizm kabi ishlashiga, sizga jarayonlarni aniq tashkillashtirishga yordam berar ekan. Demak, umuman olganda dorixonaga GPP ni joriy qilishda qisqa qilib o'tamiz. Hozir qanaqa bosqichlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda bino va xonalaringizga e'tibor berishingiz kerak. Demak, binolaringiz standart talabi bo'yicha jihozlangan bo'lishi kerak. Har qanaqangi yuvish, ishlatishga, masalan, umuman standart talabiga, sampin talabiga javob berish kerak. Qurilish materiallari,
dezinfeksiyaga qulayligi bo'lishi kerak, noqulay ob-havo sharoitidan himoyalangan bo'lishi kerak. Masalan, agar omborxonangizda shishali bo'lsa agar, uni albatta yoki jalyuzi bilan tortishingiz kerak yoki zatemnённый qilishingiz kerak bo'ladi, tonirovka qilishingiz kerak bo'ladi yoki oynasini almashtirishingiz kerak bo'ladi. Imkoniyati bo'lsa agar qoraytirilgan oynaga almashtirishingiz kerak bo'ladi. Tozalashga qulay joylashtirilishi kerak. Hamma narsa hududlangan bo'lishi kerak. Albatta karantin zonasi, brak zonasi bo'lishi kerak. Falsifikatsiyalangan, qalbakilashtirilgan dori vositalarini saqlaydigan zonangiz bo'lishi kerak. O'zi umuman olganda dorixonada ham GXP tizimida, sifat tizimida 3 xil rangdagi zonalarga ajratiladi. Ya'ni svetofor rangi deymiz. Tizimda ishlaydigan, anchadan beri ishlaydigan odamlar bu sohalarda bu narsadan xabari bor. Demak, svetofor qizil, sariq, yashil. Demak, yashil bu sizni holatingizda savdo zali tekshirishdan qabul qilishda normal holatda o'tgan dorixona omborxonasi hisoblanadi. Demak, unda sotishingiz mumkin bo'lgan dori vositalar turadi. Sariq bu karantin, vaqtinchalik karantinda turgan, vaqtinchalik noma'lum maqomda turgan dori vositalar karantinda turadi. Ya'ni u sifatsizmi yoki qanaqadir kontrabanda bo'lishi mumkin yoki masalan sizda kelganda upakovkasida qanaqadir buzilishlar kelganda toki dastavka qilgan odam bilan va поставщик bilan aloqaga kelgunicha, ma'lum bir rejimga kelgunicha karantin zonasida turish kerak. Buni sariq bilan belgilaysiz. Qizil zona bu brak zona hisoblanadi. Yaroqlilik muddati o'tgan, dorixonada sotilmay qolgan yaroqlilik muddati o'tgan dorixona qizil zonaga olib chiqib qo'yishingiz mumkin. Yoki dorixonada o'sha yig'ishtirish paytida ehtiyotsizlik natijasi, masalan, to'kilib ketgan yoki sochilib ketgan dorilarni yig'ishtirib o'sha yerga yo'q qilinguncha o'sha yerda turishi kerak. Demak, jihozlarni e'tiborga olishingiz kerak bo'ladi. Jihozlar albatta hammasi texnik ko'rikdan o'tgan, uni texnik ko'rikdan KP darajasi bo'lishi kerak, texnik ko'rikdan pasporti bo'lishi kerak, kvalifikatsiya validatsiya qilinishi kerak bo'lsa, endi hozirchalik sizlardan talab qilinmayapti, baribir keyinchalik talab qilinadi, chunki bu standartga yozilgan. Validatsiya qilish kerak, qiyoslash yoki kalibrovka qilish kerak. Qiyoslash bu metrologiya degani, o'sha metrologik sertifikatlari bo'lishi kerak. Iloji bor bu signalizatsiya tizimi bu o'zingizlarga yaxshi. Dorixonada albatta signalizatsiya bo'lishi kerak. Zaxira fondi boya aytganimdek, masalan, termometringiz bitta emas, ikkita, xolodilnigingiz iloji bo'lsa, ikkita emas, uchta bo'lsin. Bu zaxira fondi hisoblanadi. Bu zaxira fondi bu желательно har bitta dorixona o'zini sharoitidan kelib chiqqan holatda qo'yishi mumkin. Demak, sifat tizimi hujjatlariga birinchidan keyin qattiq e'tibor berishingiz kerak, aniqlab olishingiz kerak, sizda qanaqa jarayonlar ketadi. Ya'ni dorixonada asosan jarayonlar bu zakaz qilish, qabul qilish, saqlash, realizatsiya qilish, agar srogi o'tgan bo'lsa, agar уничтожение qilish, ya'ni yo'q qilish. Sifat bo'yicha qo'llanma bo'lishi kerak, tashkilot siyosati va maqsadi bo'lishi kerak, standart operatsion jarayonlar, har bitta jarayonga yo'riqnomalar har bitta xodimlarga va yozuv uchun shakllar, bu aytganimizdek jurnallar yoki jadvallar ko'rinishidagi yozuv shakllari bo'lishi kerak bo'ladi. Har bitta xodimingizni malaka oshirishiga e'tibor berishingiz kerak. Boya ham aytgan sifat bo'yicha mas'ul shaxs albatta GPP bo'yicha bir yilda bir marta o'qigan bo'lishi kerak. Sifat bo'yicha mas'ul shaxsingiz dorixona mudirini ham o'qitish kerak. O'zi umuman olganda GPP bo'yicha ikkita odamni o'qitsangiz maqsadga muvofiq, chunki bitta odam ishda yo'q payti sifat bo'yicha mas'ul shaxsingiz masalan komandirovkaga ketdi yoki kasal bo'lib qoldi yoki mehnat ta'tiliga chiqdi, o'sha paytda ikkinchi xodimingiz bo'lishi kerak sifat tizimini boshqarish uchun. Albatta u ham o'sha GPPga o'qigan bo'lishi kerak bo'ladi. Keyinchalik mana bu farmatsevtingizni yoki farroshlarni ichki o'qitish bilan ularni malakasini oshirishingiz mumkin. Ichki o'qishda nafaqat GPP bo'yicha o'qitishingiz mumkin, gigiyena bo'yicha o'qitishingiz mumkin, minimum talablari bo'yicha o'qitishingiz mumkin. Yoki ma'lum bir yangi dori vositasi keldi siz dorixonangizga, u dori vositasini farmakoterapevtik, farmakologik xususiyatlari bo'yicha tanishtirishingiz mumkin yoki har xil ishlab chiqaruvchilar tomonidan hozir urf bo'lgan yangi dori vositasi ishlab chiqdi yoki distributorlar yangi dori vositasini olib keldida, ularni dorixona xodimlari bilan tanishtirish uchun ular treninglar o'tkazadi, vebinarlar, treninglar o'tkazadi. O'sha joylarga yuborib malakasini oshirishingiz mumkin bo'ladi xodimlaringizni. Demak, birinchi navbatda malakali xodimlar kerak. Binoan jihozlaringiz standart talablariga va Sanpin talablariga mos kelishi kerak. Hujjatlaringiz albatta standart talab va Sanpin talablariga mos bo'lib tasdiqlangan bo'lishi kerak. Va o'ziga yarasha albatta moliyaviy xarajatlarga tayyor turishingiz kerak.
Hujjat demak, joriy qilish o'sha umuman SMKni sifat tizimini joriy qilishda qanday natijalar beradi? Tashkilot yagona mexanizm kabi ishlaydi. Ya'ni sizni dorixona rahbarini hadeb aralashuvi talab qilinmaydi. Demak, uni sudlar o'zi ishlaydi. Xodimlarda vazifalari aniq belgilangan bo'ladi. Umuman olganda, yaxlit bir organizmga o'xshab ishlaydi. Sifat tizimi to'g'ri tatbiq qilinib va albatta amal qilinsa, hujjatlarda emas, amalda ham amal qilish kerak, faqat hujjatda qolishi kerak emas. Bu o'zi umuman olganda GPP faqat qog'oz emas, sertifikat emas, bu o'sha dorixonada yo'lga qo'yilgan standart sifat tizimini qanchalik to'g'ri qo'yilgani tasdig'i hisoblanadi. Agar siz dorixonaga GPP standartini olganingizdan keyin ham bu narsaga amal qilmasangiz, bu shunchaki qog'ozda qolib ketadi. Man doim vebinarlarda, treninglarda bitta misolni keltiraman. Toshkent shahridagi bo'lgan voqea, dorixona rayonini ham mayli aytmay qo'ya qolay, shaxsan o'zimni shaxsiy ishim bilan dorixonaga kirganimda dorixona bilinib turibdi. Agar sifat tizimini tushunadigan odam dorixonaga kirsa, GPPsi bor yoki GPPsi yo'q dorixonani farqi bilinib qoladi. O'shanda GPPsi bor dorixonaligi bilinib turibdi, sertifikatini ham ilib qo'yibdi. Savdo zalining o'rtasiga 2.8 degan xolodilnik turibdi. O'sha 2.8 degan xolodilnikni ichi to'la energetik kola Pepsi. Bu noto'g'ri. Siz bilmaysizku ko'chadan kim kelganini. Ko'chada masalan agentство xodimi kelgan bo'lishi mumkin. Shunchaki siz o'zini ehtiyojidan kirgan bo'lishi mumkin. U keladi, ko'radi, bu demak sertifikat olibdi, xuddi shu sizga hech nima demasdan shuna dorixonangiz rasmini olib inspektorlarga jo'natishi mumkin. O'shaning uchun sertifikat olgandan keyin bo'ldi, sertifikat oldim, yo'q, sertifikat oldingiz, naborot sizda mas'uliyat kuchayadi. O'sha sertifikatga muvofiq ravishda ishlashingiz kerak. Har yili o'z-o'zini nazorat qilishni yo'lga qo'yishingiz kerak. Bu standart talabi обязательно va tashqi inspeksiyaga tayyorlanishingiz kerak. O'z-o'zini nazorat qilishda biz taklif qilamiz tashqi inspeksiyaga yaqin vaqt qolganda tashkillashtirishingizni. Masalan, siz hozir fevral oyida GPP bo'yicha sertifikatni oldingiz dorixonangizga, sizga 9 oydan 12 oygacha muddatda tashqi inspeksiya tashkillashtiradi inspektorlar tomonidan. Demak, siz уже 8-oyda o'z-o'zini nazorat qilishni o'tkazishingiz kerak. O'z-o'zini nazorat qilishda ham albatta hujjatlashtirish shart. O'z-o'zini nazorat qilish rejasi bo'lishi kerak, o'z-o'zini nazorat qilish dasturi bo'lishi kerak, o'z-o'zini nazorat qilishda o'tkazadigan auditorlar komandasini tayyorlashingiz kerak. Agar sizda masalan dorixonangiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, albatta o'z-o'zini nazorat qilishi sifat bo'yicha mas'ul shaxs va dorixona mudiri o'tkazishi kerak bo'ladi. Agar yo'q, u qilolmayman desangiz, tashqaridan ham masalan odam yollab sifat bo'yicha o'z-o'zini nazorat qilishni o'tkazib, albatta hujjatlashtirib qo'yishingiz kerak. Hisobotini albatta to'g'rilab, tasdiqlab qo'yishingiz kerak, chunki tashqi inspeksiya vaqtida birinchi so'raladigan narsa o'z-o'zini nazorat qilish haqida ko'rsatiladi. So'rashadi ular. Demak, hozircha shular. Yana 2 daqiqa vaqtinglarni olaman. Demak, bizda Farm Team jamoasi platformasi bor. Hozirgacha eshitganinglar uchun rahmat. Aynan oxirigacha eshitganlarga bizda o'zimizda hozir chegirmalar bor edi. Demak, bizda onlayn kurslar GXP bo'yicha, aynan GPP bo'yicha onlayn kurslarimiz bo'ladi. Onlayn kurslarimiz maxsus platformada o'tadi. Maxsus platforma bu degani Zoom emas yoki qanaqadir guruh yig'ilmaydi. Siz xodimingizni o'zingizga xohlagan paytda bizga o'qitishga yuborishingiz mumkin. Siz xohlagan paytda biz sizga o'qitish tashkilotini bera olamiz. Demak, 24/7 ishlaydi bizning platformamiz. Kursni xohlagan gadjetda ko'rishingiz mumkin. Telefon, planshet, notebookda 24/7 sizga qaysi vaqtda qulay bo'lsa kirib, video darslikni ko'rib, qayta-qayta yana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari 14 ta modul o'sha GPP bo'yicha har bitta mavzu 16 ta darslik davomiyligiga qarab 5 daqiqadan 40 daqiqagacha boradi. Unda dorixonada qo'llaniladigan standart operatsion jarayonlar va jurnallar ro'yxatini ham taqdim etamiz. Alohida bitta darsimiz bor, standart operatsion jarayonni qay tarzda ishlab chiqish kerakligini, har bitta adashmasam dori vositasini qabul qilish bo'yicha bag'ishlangan standart operatsion jarayonni batafsil yoritib, как shparogalka sifatida sizga taqdim etamiz uni. Oxirida 36 soatlik sertifikat har doim kurs kuratorlari tomonidan o'quvchilar qo'llab-quvvatlanib boradi. Ya'ni siz darslikda ko'rdingiz, bir marta, ikki marta, agar tushunmasangiz, izoh degan joyiga savol bersangiz, kurs kuratorlari albatta javob beradi. Demak,
Platforma quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana shu slaydda ko'rsatilgan. Har bitta o'quvchiga biz login parol beramiz. Login parol asosida platformaga kirib, dars ketma-ketligini bajaradi. Uchta video darsligimizda mashq bor. O'sha mashqni bajarish kerak bo'ladi. Agar mashqni bajarmasa, test sizga ochilmaydi. Test bajarishga ruxsat beriladi. Testni bajarish uchun uchta imkoniyat beramiz. Demak, dorixonalar uchun bizda chegirmalarni ham yo'lga qo'yganmiz. GPP kursi bo'yicha, aynan GPP kursi bo'yicha chegirmalarimiz quyidagicha bo'ladi. Demak, tinglovchilarning soniga qarab chegirmalar bor. Birinchi masalan, bitta tinglovchi bo'ladigan bo'lsa, o'zi umuman olganda bitta kursimiz bitta xodim uchun 900 ming so'm. Bu sertifikat, qog'oz shaklidagi sertifikat va bizning hisobimizdan O'zbekistonni xohlagan joyiga dostavkasi bilan. Agar yo'q, bizga faqat elektron sertifikatni o'zi kerak, biz o'zimizga chiqarib olamiz desanglar, bu 800 ming so'm bo'ladi. Demak, agar siz bitta dorixonada 3 tadan 9 tagacha xodimni bizga yuboradigan bo'lsangiz o'qitishga, o'shanda bosma sertifikat dostavkasi bilan 800 ming so'm, yo'q, faqat elektron sertifikatni o'zi 720 ming so'm bo'ladi, agar 3 tadan ko'p bo'lsa xodimingiz. Shu tarzda 10 tadan 29 tagacha, 30 tadan undan ortiq, demak 800 ming so'm, 700 ming so'm, 750 ming, 675 ming. Demak, bu xodimlarni soniga qarab sizga biz chegirmalar qilib boramiz. Agar siz 10 tadan 29 tagacha xodim, masalan 30-chi, endi bu tarmoqli dorixonalarga tegishli gap, 30-chi xodimingizni bepul o'qitib beramiz. Ya'ni bitta xodimingizni. Agar 30 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, 3 ta xodimingizni bepul o'qitib 36 soatlik sertifikat beramiz. Bizning faoliyatimiz litsenziyalashtirilgan, ham offlayn ham onlayn tarzda dars o'tamiz. Agar siz aytishingiz mumkin, yo'q, bizga GPP bo'yicha boshlang'ich ta'limni biz olib bo'lganmiz, bizga chuqurlashtirilgan ta'limni o'tib beringlar desangiz, uni ham iloji bor. Xodimlaringizga chuqurlashtirilgan ta'limni siz xohlagan formatda, onlayn yoki offlayn formatda, o'zingiz xohlagan mavzuda chuqurlashtirilgan tarzda seminarlar, treninglar tashkillashtirish sertifikatlar beramiz. Demak, doimiy mijozlar uchun, ya'ni sodiqlik dasturini ham ishlab chiqqanmiz. Birinchi marta siz sotib oldingiz, masalan, bu yil siz bizni sotib oldingiz kursni, yangi yil kelib yana bizga o'qiydigan bo'lsangiz, sizga 3% chegirma. Ikkinchi kursimizda 3-chiga o'tadigan bo'lsangiz 5%. Shu tarzda 4 ta shaklda 10% gacha chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. GPPdan tashqari bizda validatsiya, kvalifikatsiya bo'yicha darsliklarimiz ham bor. Agar kimda oranglarda hozir distribyutorlik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, GDP bo'yicha ham darslarimiz mavjud. Demak, bizda har bitta bayramda biz chegirmalar e'lon qilib turamiz. Mana yaqin qoldi. Inshaalloh Ramazon oyida GPP bo'yicha kursimizga 15% chegirmani e'lon qilganmiz. Bu chegirma Ramazon oyi davomida amal qiladi. Xodimingizni nechta bo'lishidan qat'iy nazar, demak 15% chegirma bilan o'qitib olib 36 soatlik sertifikatga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, undan tashqari biz nafaqat o'qitish bilan shug'ullanamiz, biz konsult xizmatlarini ham ko'rsatamiz. Demak, hozir ayni paytda GXP bo'yicha biz zavodlar bilan ham ishlab olamiz, distributorlar bilan ham, albatta dorixonalar bilan ham ishlab olamiz. Ular bilan konsult xizmatlarini ko'rsatib, GPP bo'yicha sertifikatlarni ham olib kelmoqdamiz. Demak, bizda konsult xizmatlari bo'yicha ikkita tarifimiz bor: GPP joriy etish va tayyor hujjatlarni berish. Demak, GPP joriy etishda biz dorixonangizni borib ko'ramiz. O'zim boraman, boshqa mutaxassislarimiz ham bor. 20 yillik tajribaga ega bo'lgan, ular ham borishi mumkin. Qaysi mutaxassisimiz bo'lsa, o'sha mutaxassis borib dorixonangizni butunlay ko'rib chiqadi, ya'ni birinchi audit qiladi, SAMPIN, GPP talablari bo'yicha baholaymiz, qilinadigan ishlar bo'yicha sizga xulosalar yozma tarzda beramiz. Barcha hujjatlarni tayyorlaymiz, muvofiqlashtiramiz, ya'ni o'sha xodimlaringiz qaysi hujjatga taalluqli bo'lsa, masalan, dorini realizatsiya qilish farmatsevtizga taalluqli bo'lsa, o'sha sudda farmatsevtizni o'qitamiz. Shunchaki topshirmaymiz, o'qitamiz. Mana bu sudda bunday yozilgan, demak, sen mana bunaqa qilishing kerak, yoki sifat bo'yicha mas'ul shaxs sizga tushuntiramiz. Bu sud mana bunaqa yoziladi, keyin aktuallashtirish bunaqa bo'ladi. Har bitta jarayon uchun bajarilgan sudda tushuntirib o'tamiz. Va 2 nafar xodimingizni GPP bo'yicha o'qitib 36 soatlik sertifikatni beramiz. Buni hammasi 15 million so'm bo'ladi. Keyingi paketimiz bu tayyor hujjatlar. Agar sizga yo'q, men o'zim binolarni masalan sampinga qarab o'zim qilishim mumkin, joylashishini, menga faqat hujjatlar kerak bo'lsa, bemalol unga ham tayyormiz. Faqat hujjatlarni beramiz, ya'ni standart operatsion jarayonlar, sifat bo'yicha qo'llanma,
ishchilarga yo'riqnoma, albatta bunda dorixonangizga sifat bo'yicha o'sha standart operatsion jarayonlarni moslashtirib beramiz va bitta xodimingizni o'qitib 36 soatlik sertifikat beramiz. Bu 6,5 million so'm bo'ladi. Demak, Elifarm biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga chiqishingiz mumkin. Ikkita raqamimiz bor. Bu ikkala raqamda ham Telegram bor. Xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram orqali, xohlasangiz telefon qilib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Har qanday savolingiz bo'lsa, agar biz javob berishga sizga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon. Kimda agar savoli bo'lsa, bemalol savol bilan murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelguncha yordam berib, javob berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Salomatingiz yaxshimi? Va alaykum rahmat, yaxshi. Labay. Hop, ustoz, bizda savol bor. Dorixonada sifat tizimiga mas'ul shaxs, misol uchun tarmoqli dorixona bo'ladigan bo'lsa, hamma tarmoqli dorixonadagi ya'ni bitta firmaga bitta sifat tizimiga mas'ul shaxs yetadimi yoki filiallarga ham alohida sifat tizimiga mas'ul? Yo'q, bitta yetadi. Bitta yetadi. Siz o'sha navbati bilan borib o'sha dorixonadagi filiallarni joyiga qo'yib kelsa bo'ladi. Tushunarli. Keyingi savolim, mana o'zini inspeksiyada tashqaridan ham odam olib kelishi mumkin dedingiz-ku. Shunda misol uchun tashqaridan qanaqadir auditor olib kiramizmi yo bo'lmasa o'sha GPP sertifikatiga ega bo'lgan tajribalikroq bir boshqa firmadan dorixona mudiri mana shuni olib kirib tashqi audit qilsa, o'zi inspeksiya qilsa bo'ladi. Bo'ladi, uni ham bo'ladi. Unda masalan, sizda og'ayningiz bor, dorixonani yaxshi tushunadi yoki bitta zavodda ishlaydi, yaxshi tushunadi sifat tizimini. Uni ham taklif qilib, siz faqat buyruq qilishingiz kerak bo'ladi. Buyruq sifatida u bilan shartnoma tuzasiz, o'z-o'zini nazorat qilishni sizga o'tkazib beradi. Hisobotlarda ham uni amalda ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Yoki bizga o'xshagan konsalt firmalarga murojaat qilsangiz, ular ham sizga o'tkazib beradi. O'z-o'zini nazorat qilishda hujjatlashtirib, hammasini oxirigacha qilib beradi. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Yana savol bor ustoz. Labay. Mana bizlar o'tgan yil o'tganmiz, JPP olganmiz. Hozir bizlarga rejadan tashqari o'qitish bor-ku, endi bizlarga yangi sampl kuchga kirdi aprel oyida. Keyin ana yangi JPP kuchga kirdi. Bizlar endi shunda ham xodimlarni o'qitib, ham hisob hujjatlarimizni boshqatdan chiqsak bo'ladimi? Chunki hisob hujjatlarimiz eski JPP bo'yicha qo'llanganda. Uni aloqa qismiga jurnallarni o'zgartirsak bo'ladimi? Albatta. Yo'q. Qarang, standart SOPlarni siz aktuallashtirish kerak deb aytdim boya. O'sha aktuallashtirishda ham agar hujjatlar standart, masalan, hozirgi holatda standart yangi chiqdi, siz albatta standartni ochib, o'sha standart bo'yicha SOPlaringizni muvofiqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Endi sizda hozir o'tgan yil eski standart bo'yicha qilingan bo'lsa, u tahrir bir turibdi-yu. Shunday. Uni maqomini o'z kuchini yo'qotdiga chiqazasiz, arxiv pechat qilib qo'yasizda, seyfga tiqib qo'yasiz. Ikkinchi tahrir qilib xuddi shu nomdagi SOPni ishlab chiqasiz, faqat yangi standart bo'yicha. Uni siz tezlashtirishingiz kerak. Birinchi navbatda siz yangi standart bo'yicha xodimingizni GPPga o'qitishingiz kerak bo'ladi. Va ichki hujjatlaringizni hammasini o'sha standart bo'yicha muvofiqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Samping bo'yicha ham. Yana qo'shimcha savol bor. Uskunalar tozalash degan jurnalimiz bor, hisobimiz bor. Bizlar shu mana masalan bizlar mavjud sovutgich bor, konditsioner bor, piskelli apparati borda, buni masalan vaqti bilan tozalayapmiz endi. Masalan sovutgichlar haftada bir deb yozilgan hujjatimizda shu bo'yicha tozalayapmiz. Uni sovutgichlar qayd qilish, uskunalar tozalash jurnali qayd qilishim kerakmi? Bu kunlik tozalashga men ikkalasiga ham qayd qilyapman-da. Kunlik tozalashga ham, uskunalar tozalashga ham. Siz SOPingizda qanaqa yozgansiz? SOPda masalan SOPda har xil yozadi. Bir xil yozadi, ish xonaga ham, bino jihozlariga ham bitta jurnal tutadi-da, uni bo'limlarga bo'lib yozib chiqadi. Yoki bir xillar
xolodilnikka alohida jurnal qiladi, polkaga alohida jurnal qiladi, generalniy уборкаga alohida jurnal qiladi. O'sha siz sopingizni qanaqa yozgansiz? Sopingizni ochib qarashingiz kerak. Agar sopingizni alohida bo'lsa, alohida yozishingiz kerak. Sop Alohida. bitta jurnal bo'lsa, Alohida. unda bo'lsa alohida yozishingiz kerak bo'ladi. Xolodilnikda o'zini Demak, jurnali bormi? Sopda ilova qilinganmi? hisobda bor. 2dan 8ga 2+8+8+15+2ta xolodil, 2ta alohida jurnal tutyapman. Jurnalni O'shanga lekin bizlar yozasiz. qayd qilish 2 mahal deb yozganda bir kunda. O'sha jurnalda o'zi 2 mahal yozasiz-da. Masalan, ertalab, 2 mahal kechki payt. qilyapti. Lekin hozir yangi sampin ana JPP bo'yicha keyinchalik hisob hujjat qilsam, bir kunda bir marta qayd qilaman desam ham o'rinli bo'ladimi yo o'rinsizmi? Уборканimi? Yo'q, qayd qilishdi. Xolodil, sovutgich bilan xona haroratini. Yo'q, 2 marta qiling, minimum 2 marta qiling, 1 marta qilmang. Ertalab ishga kelganda, kechki payt ishga ketayotgan nazorat qiling. 1 marta kamlik qiladi. Demak, ana bu xona harorati ham shunaqada, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Xona haroratini 3 marta qayd qilyapman. Hozir bizda hisob hujjat 3 marta yozilganda, endi vaqt o'tib ketyapti-da shu hujjat to'ldirish bilan. O'shaning uchun hozir agar sopingizni o'zgartirish kiritib, siz o'zingizga 2 marta desangiz bo'ldi, ish nima qilmaydi. Bo'ldi. Sopda o'zgartirish kiritishingiz kerak, albatta keyin o'sha jurnalga ham o'zgartirish kiritishingiz kerak. Bo'ldi, hisoblarim ikkinchi versiya qilib ko'rsatsam, keyin jurnallarimni endi boshqatdan tutishimga to'g'ri kelar. Uni To'g'ri keladi. masalan bizlar agentlik tomonidan tavsiya qilingan anonsi bor. Ya'ni xona bilan sovutgichlar bitta jurnalga tutishga ruxsat berganda endi. Shuni bitta jurnal qilib shablonni mavjud bizlarda o'sha agentlik tomonidan tashlangan anavi JPM markaz shuni shablon qilib shu bir kunda 2 marta qayd qilinadi deb yozsak bo'lar ekan o'shanga ham. Bo'ladi. U prosta shablon sifatida sizga taklif qilingan, uni majburiy emas ishlatishingiz, siz o'zingiz dorixonangizdan kelib chiqqan holatda to'g'rilashingiz mumkin. Rahmat. Sog' bo'ling, sizga rahmat. Sog' ol. Ustoz, yana bitta savol bor-da. Bemalol. Bizda tarmoqli dorixona bo'lgani uchun bitta filialimiz uzoqroq joyda joylashganda, Hop. shuni o'zi firmadan alohida zakaz qilib dori olsa bo'ladimi alohida? Yo'q, siz o'zingiz filial dorixona asosiyda siz turish kerak, keyin siz asosiydan tarqatasiz. Filial o'zi qabul qilmaydi. Shunda misol uchun men o'zim asosiyda ularga bron berib, zakaz berib alohida distribyutorga o'sha manzilga yetkazib berasan, shu uzoqdagi manzilimizdagi aptekaga desa bo'lmaydimi? Soplaringizni qanaqa yozgansiz? Soplarda filiallarga o'zimiz tarqatamiz ham deb yozganmiz, ana uzoqroq joylarda shunaqa yetkazib bersa bo'ladi deb yozganmiz. O'shanda endi kelajakda nima bo'lmaydimi deyman-da, mana qayta inspeksiya bo'lgan paytda. Qarang, sizda u yerda masalan distribyutoringiz, siz zakaz berasiz, distribyutor to'g'ridan to'g'ri olib boradi u yerga. U yerda sizda qabul qilish sharoiti bormi? Qabul qilish zonasi bormi? Filialda. Bor, hamma filiallarda bor. Sharoit bor, demak, mas'ul shaxs bor u yoqda. O'sha заведующий apteka bor, to'g'rimi? Bor. Bo'ldi, sopingizda yozgan bo'lsa qilsangiz bo'ladi. Lekin o'zi maqsadga muvofiq bo'ladi. Glavniyda qabul qilib, keyin o'zingiz tarqatsangiz. Chunki baribir o'zingiz tekshirib olganingiz yaxshi bo'ladi-da. Maqsadga muvofiq shu birinchi asosiyda qabul qilib, keyin tarqatish. O'zi shunaqa bo'lgan. Bizni nima tartibimizda alohida mashina bor, tarqatadi, lekin uzoq manzilli bitta filialimiz bor edi. Shunga alohida sop qilingan. Shunda men keyingi mana 1 yildan keyin bo'ladigan inspeksiyada muammo bo'lmaydimi? Shuning uchun shartnoma faqat asosiy dorixonada bo'lgan, haligi baholash, shartnomalar reyestri degan narsani filialga qilish shart emas-a shunda? Baholash, ularni baholash, поставщикlarni baholash demoqchisiz, to'g'rimi? Distribyutorlarni baholash, shartnomalar reyestri degan narsa filialda bo'lishi shart emas-a? Yo'q. Shart emas. Bo'ldi, tushunarli ustoz, rahmat. Ancha manfaatli bo'ldi. Ishlarga rivoj, salomat bo'ling. Rahmat. Bitta narsa esimdan chiqibdi, hurmatli hamkasblar. Xo'p, hozir mana bu vebinarda ishtirok etganlarga yana bonus sifatida biz taklif qilmoqchimiz. Toshkent shahri yoki Toshkent viloyatidan 5 ta aptekaga borib bepul audit qilib berishimiz mumkin. Birinchi 5 ta plyusga borib audit qilib berishimiz mumkin. Faqat Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga.
GPP olmagan dorixonalar uchun. GPP olmagan yoki tartibdagi dorixonalar bo'lsa, borib birinchi auditni qilib berishimiz mumkin, tekin shundoq bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Birinchi aloqaga chiqqan 5 ta odamga borib bepul audit qilib berishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Viloyatlarga bo'lmaydimi? Toshkent viloyati, hozir Toshkent shahri va Toshkent viloyati. Siz qaysi viloyatdasiz opa? Men Surxondaryodaman. Bitta savolim bor edi. Boya hasharotlar lampasi 1000 tadan o'tgandan keyin almashtirish kerak dedingiz-a? Yo'q. Hasharotlar lampasi emas, u kvarts lampa. Ana ko'chma kvarts lampasi bor, zararsizlantirish. Aha. O'sha 1000 soatdan o'tganda, 1000 ta emas, 1000 soat. Men 1000 soat deb shartli ravishda aytdim. Shartli ravishda. U har bitta kvarts lampasini sotib olayotganingizda o'zini pasporti bo'ladi, so'rashingiz kerak bo'ladi. O'sha olayotganingizda o'sha yerda yoziladi necha soatligi. 2000 soatlisi bordir, 3000 soatlisi bordir, men uni bilmayman. Men shartli ravishda tushuntirish uchun 1000 soat dedim. O'shani hisoblab borishingiz kerak. Bir kunda masalan 15 daqiqa ertalab, 15 daqiqa obeddan keyin yoqaman. Bir kunda yarim soat ketadi. O'shani hisoblab borasiz. Jami 1000 soat bo'lgandan keyin agar o'sha kvarts lampani pasportida 1000 soat ishlashi muddati deyilsa agar, siz uni almashtirishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta savolim bor. Hozir mana siz sertifikat beramiz deyapsiz. Masalan, biz Faraminda yoki Yunusxo'jayevda anosda o'qiganimizda sertifikat berishyapti, to'g'rimi? Shu sertifikat qatorida javob beradimi sizning sertifikatlaringiz? Albatta, biz sertifikatimiz 36 soatlik litsenziyaga ega, inspektorlar tomonidan tan olingan. Biz GXP agentsiyasining ro'yxatida turamiz. Har qanaqangi tekshirishdan o'tadi, undan xavotir olmang. Значит, bo'lmasam shu o'zimizda Oybekdagi Farim Inst bilan o'sha Yunusxo'jayevdagi sertifikatlar bilan tenglashtirilgan. 36 soatligi. Xuddi shunaqa. 36 GPP bo'yicha 36 soatlik tenglashtirilgan. Ta'lim bizda ham GPP o'sha kursimizda o'sha standart bo'yicha o'tamiz. Bizda darsimizda ham GPP bo'yicha o'tamiz, ham Sampin bo'yicha o'tamiz. Ikkita narsani bitta qilganmiz. Boshqa joyda faqat GPP ni o'zida sizga o'tish mumkin. Bizda ikkita ham Sampin, yangi Sampinni, yangi GPP ni talablarini bitta qilib darslik qilganmiz. Yana bitta savolim bor. Hozir aytyapsiz mana to'g'ri 2025 ga bu Sampin o'zgaryapti, qarorlar o'zgaryapti. Biz 2024 noyabr oyida o'tganmiz. sertifikatini olganmiz, GPP sertifikatini olganmiz. To есть endi qarang, men hisobimda qilganimdan keyin men hisobimda to bu tekshirishgacha jurnallarni to'ldirib ketyapmiz. Masalan, bitta nom bor, faqat xolodilnikni tozalov, общий tozalov bor. Masalan, polkalar, xolodilniklar, barcha jihozlar aptekada joylashgan barcha jihozlar tozalov jurnali tutilgan. Erda masalan kunlik, haftalik, oylik yozilgan. O'sha kiraveradimi? Boya siz aytdingiz-ku, terma anoga solib, mana shuni tozalashdi. O'sha ham kirib ketadimi? U uchun alohida qilish kerakmi? Yo'q, u kirib ketadi. U generalniy уборкani men sizga tushuntirib berdim, qanaqa qilish kerakligini. Kirib ketadi o'shaning ichiga. Siz ya'ni noyabr oyida olgan bo'lsangiz, siz yangi standart bo'yicha olgansiz. Noyabr oyida oldim. 2024 noyabr oyida oldim. O'zi yangi standart 2024-26-iyundan ishga tushdi. Значит, siz boya aytdingiz-ku, hisoblarni, значит, shu hisoblarga o'zgartirish kirib ketishga haqqimiz bormi yoki общий o'zgartirishimiz kerakmi? Agar mabodo bironta o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak. Yo'q, qaysi bir jarayonga o'zgartirish kerak bo'lsa, o'sha jarayonga taalluqli hisobda o'zini o'zgartirasiz, bo'ldi. Agar siz faqat agar standart o'zgarsa, butun bir hisoblarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hozir sizni vaziyatingizda hammasi joyida, chunki siz yangi standart bo'yicha olgansiz. Hali beri bu standart o'zgarmaydi. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustoz, yana qo'shimcha savol bor edi-da. Bemalol. Ana bu bizlar hozir yangi bir shoxobchani ochishga rejalashtiryapmiz. Joy ijara bo'lganligi sababli ana bu savdo zalidan xodimlar xonasiga alohida kiradi, savdo zalidan omborxonaga alohida kiradi, savdo zalidan yo'lakka alohida kiradi. Shu yo'lak orqali hojatxonaga o'tiladi. Ham shu yo'lakdan dori vositasi qabul qilamiz-da. Shu mumkin emasmi? Yo'lakdan ham dori vositani qabul qilamiz. Eshik shu yerga mavjud. Ikkinchi eshigimiz. Ham yo'lak orqali hojatxonaga o'tamiz. Shu joy o'zida. Qarang, yo'lagingiz hojatxona yo'lakda oxiridami?
savdo zalidan keyin yo'lakdan keyin hojatxonada, yo'lakdan keyin. Abduhalil aka, men hozir sizga to'liq javob bera olmayman, chunki joyni ko'rmaganman-da, ko'rishim kerak. Hozir siz aytdiki, men noto'g'ri tushunib qolishim mumkin, keyin noto'g'ri javob bersam agar anaqa tushunmovchilik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun agar iloji bo'lsa, yuqorida sizga ko'rsatgan raqamimiz bor. Xabarim bor. Men oldindan bog'langan xabarim bor. Bugun o'sha raqamga menga videoga olib jo'nating, bo'lmasam Abduhalil aka, men sizga javob beraman. Bo'ldi. Chunki oldingi bir o'zim kursdoshiman, sizda o'qigan, juda yaxshi maqtayotdi. Shu kishida o'qidik, juda ham yaxshi bo'ldi. To'liq tushuntirib berdi bitta. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Mayli, rahmat. Sog' Sog' bo'ling. Demak, hech kimda savol bo'lmasa, yakunlaymiz. Hammaga rahmat kattakon, e'tiboringlar uchun, vaqtinglar uchun, sog' bo'linglar. Qanaqadir savol, qanaqadir muammolar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling o'zinglar. Salomat bo'ling.